Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar. Bugun 5-oyning 5-kuni, Xalqaro Uyg'ur do'ppi bayrami kuni. Oldi bilan hammanglarning bu ma'nilik kunini tabriklayman. Bugun do'ppi bayrami munosabati bilan akademiya suhbatini tunji qitim yakshanbaga emas, bugunga o'rinlashtirdik. Bu programmamizga xush keldinglar. Buguninglar xayrli bo'lsin. Qanam sizlarga Uyg'urlarning an'anaviy milliy kiyimining bir qismi bo'lgan do'ppa va uningga bag'ishlangan bu alohida programmamizning aziz mehmonlarini tanishtirib o'tay. Uyg'ur folklori ustida tadqiqotlar bilan tanilgan professor Alimjon Inoyat. Hoş geldiniz programga. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahmat. Do'ppi bayramining vujudga chiqishida ejir singdirgan tashabbuskorlarning biri jamoat arbobi Tahir Emin efendi. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ko'p rahmat. Ben rahmat aytaman programga vaqt ayırıp qatnashganliginglar uchun. Hammamizga ayon Uyg'urlarning do'ppi bayrami tabriklanib kelayotganligiga bu yil 11 yil bo'ldi. Do'ppa Uyg'urlarning milliy kimligining sirtqi ko'rinishidagi eng obrazli belgisi. Uyg'urlar do'ppi bilan birlashib ketgan, Uyg'urlarning madaniyati va Uyg'urlarning kimligi do'ppi bilan birlashib ketgan. Madaniyatimizning ayrılmaz bir parchasi holiga kelgan do'ppa. İşletishdan tek qolmagan bir madaniyat belgimiz. Günlük turmuşumuzda işletip kelayotgan, hatta yaqinqi 30-40 yilda texmi ilg'or texnikalar bilan birlashtirilib, türi ishlab chiqarish soni jihatdan uzluksiz ulg'ayib berayotgan qimmatli madaniyat omilimiz. Bugungi suhbatimiz shundoq muhim va jonliq qo'llanib va qo'g'dilib kelayotgan do'ppi uchun nemishqa bir bayram hadiya qilindi. Bu bayram qandoq kelib chiqdi? Maqsadi va roli nima degandek temalarni ko'radigan holda hozir Uyg'ur millatininki uchrayotgan madaniyat qirg'inchiligini tema qilgan asosda elib berildi. Qanamsa diqqatinglar bizda bo'lsin. Men so'zni Alimjon efendimdan başlay deyman. Do'ppini Uyg'ur madaniyat kimligining belgisi deydi ekanmiz. Bu do'ppining tarixini biraz bilishimiz kerak. Shunga birinchi savolim Alimjon muallimga. Do'ppa qanday qo'llanishga boshladik biz? Qachondan e'tiboran qo'llanishga boshladik? Bu do'ppa so'zininki ma'nosi nima? Qadimgi Uyg'urlarda do'ppi kiyish odati bilan munosabatli ma'lumotlar bormi? Mushku savollar bilan boshlasak. Marhamat, so'z sizda ma'lum. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Bugün 5 may Xalqaro Uyg'ur do'ppi bayrami. Mushu munosabat bilan hammalarning do'ppi bayramlarini qizg'in tabriklayman. Bu programni o'rinlashtirgan qarindoshlarımizga alayda rahmat aytaman. Do'ppi bizning kimligimiz, do'ppi bizning bayrog'imiz, do'ppi bizning milliy madaniyatimiz. Do'ppida xalqimizning, xotin qizlarimizning muhabbat sevgisi bor. Xalqimizning ruhi bor. Bu mendan aytganda bu do'ppa va do'ppa bayrami nihoyat ahamiyatlik. Do'ppa bayramining shu o'tirg'i chiqishida alayda xizmat ko'rsatgan, tirishchilik ko'rsatgan qarindoshlarimizga alayda rahmat aytaman. Endi bu do'ppa degan terim, bu so'zning asli shakli to'pi deyildi ekan. Topi degan bu söz, bu Kırgızlarda topu deyildiken, bu Özbeklerde doppi ve yoki mesela topi deyildiken. Endi hatta bu söz Moğolcadan var iken, topi şeklinde. Ma'nosi nima ekan degan vaqtda shu birinchi xil ma'nosi shu Moğollarniki lug'atiga qaraganda şu savutniki başkadan mevfer dedim Türkçe. Savutniki içi kivallıgan bir kigiz börk. Kigiz börkke şu topi deydi kendi. Bu şu topi yakın mesela şu topi degan söz asta ravajlanıp duppa şehlige kelgen iken. Bugün Özbekler bununla duppi deydi hem de. Bazı Kırgız lügatlarda bu topu diyen sözündeki etimolojisinde nimege Farsça'ya tayandırdık hem de. Farsça da qaraydiken. Lekin bu nayetli kadimki bir söz buluşu mümkün. Çünkü topi diyen söz, bu töpe, bizde Uygurca'da töpe diyen söz var bilirsizler.
yani yukarı kısımlarga töpe deymiz. Bu Yo'nlarga. bundan başka ma Türkçede tepe deydigan bir gap var. Yani insandaki en yukarı tarafiga töpe deydi. Tepe göz deydigan gap var ma Türkçede. Tepe göz yehçeşmege tepe göz deydi ma Türkçede. Şuna bu topi degan söz menimcha Türkçe buluşı mümkün. Türkçe buluşı lazım. Şu başka kiydigan yani insandaki beşini yani insandaki vücudundaki en yukarı tarafını ifadeleyen bir söz dep qarayman. Ama dopumu şu yukarıga insanın en beşe kiydigan bir kiyim boğalığı için şu birleşip ketken dep qarayman. Şu tepe degan sözler şu doppa birleşip ketken dep qarayman. Yani bu başka börk degan gap var endi. Bu börk biz normalda börk deymiz. Aslı şekli börk. Bu börk nayetli kadimki bir baş giyimi. Şu Orkun abideleriga qarasanglar, şu Orkun abideleri zamanında, nimede Köktürk zamanında ki heykellerini qarasanglar, şu heykellerinin beşinde bu duppa var endi. Börk var. Ama bu börk bilen duppa meselesi kelganda biz börk umumi bir isim endi. Ama duppa şu böğneki içindeki bir tür. Yani alaydı bir tür endi. Eğer böğni biz şu umum isim dep qaraydan bolsak, bu böğneki nemisi tarihi nayet uzun. Körören mumyalarının üstüdümü şu baş giyimi yani bök tepilgan onu sizler bilsizler. Yani birse şu miladi yıllarında mı şu Şarkı Türkistan'dan tepilgan bazı mumyaların üstüdün şu bugünkü günümüzde istimal kılıyatkan dupundaki kadimki şekilleri tepilgan endi. Hazırkı duppalar pek motiv işlengen nakş cihetini pek oşap ketmesimi, lekin şekli umumi şekli asasen oşap gidiyor. Bazı Xitaycha manbalar qaraganda bu Tansullası zamanında mı kilip diken şu Şarkı Türkistan'da Uygurlar mı şundaq çiçek gül nakşlangan duppalarni şu vaqt kiygan ekan endi. Elbette uzun tarihi bir cereyan bu yerda bor. Bu uzun tarihi cereyanda elbette bu duppa, bu baş giyimi tedrici bir şekilde özgürüp bugünkü şekilde kelgen dep qaraymiz. Elbette bunun nurgun biz 1000 yıl burun yoki milladi yıllar davatmiz ama bunun kadim buluş mümkün bazı manbalarga qaraganda. Mesela bu duppuniki kilip çıkışı bilen münasebetlik bazı efsaneler var Uygurlarda. Bularning biri de munda deyilgen. Şu kadimki zamanlarda şu Uygurlar bayraklarga badamni nakşlagan ekan. Bu naayetli öm ve inak bir halk ekan Uygurlar. Muşundaq günlerning biri de bu düşman bu Uygurlarga hücum qilib ekan. Hücum qilgan vaqtda Uygurlar şu badam nakşlangan bayrakni ko'tarib chiqib, şu düşman qarshi qattiq jang qilgan ekan. Bu jangda nurgun qurbonlar berilgan ekan. Lekin shunda bo'lsa-mu, bizning Uyg'ur askarlar bu bayroqni dushmanning qo'liga o'tkazib bermay, tortirib qo'ymay, shu bayroqni yirtib, parchalab, to'rt tarafidan chigib, beshig kiyib olgan ekan. Chunki dushman sanchatidan ustun bo'lganligi uchun bu jangda Uyg'urlar yengilib qolgan ve yengilib qolgan bo'lsa-mu, bayroqni berib etmagan Xitoyga, nimaga, dushmanga. Şu bayroqning parchalab, yirtib parchalab, to'rt tarafidan chigib, shunda bir beshig kiyib olib, jang maydonidan chekilib ketgan ekan. Keyin bu xalq bu jang maydonidan chiqib ketgan, chekilib kelgan şu askarlarni ko'rgandan top bor, aramizda top bor ekan degan gapni qilgan. Çünkü şu bu beşide bayroqniki parçalarını ko'rgan xalq qaytadan uyushib, tashkillanib, birga kelib, qaytadan dushman qarshi hujum qilishni o'ylashgan. Shuning bilan bayroqni yirtib beshga kiyib olgan kishilar, askarlar beshidagi bu baş giyimini chiqarib, qaytadan ulab, bayroq yasab, şu bayroqniki aslında düşmanga qarşı hücumga o'tib, qattiq urush qilib, bu jangda g'alaba qildi ekan. Shunda qilib, bu g'alaba qilgandan keyin bu xalq
Şu burun bayraktan baş kiyim kılıp kivagan şekli boyunca şu aşının taklit kılıp baş kiyim kiyişini adet kılgan ekan. Şunun bilan baş kiyim kiyish aşu vaqadan kelgan. Keyin bu toppa degan gapdan bu toppa degan gap o'zgarib asta duppa o'zgarib ketgan. Bu albatta bu xalqniki etimologiyasi, xalqniki bu duppa haqida, bu bayrak haqida to'qib chiqqan bir efsane bu. Lekin bunun bir real tarafı bo'lishi mumkin. Bu efsanelarni biz asasen bütünlay uydurma deb qaramaymiz. Ma'lum tarixniki, reallikniki bir aks etişi deb qaraymiz. Şuna bunun da bir ma'lum bir reallik tarafı var bu efsanenin. Yani birisi bu badam, yani duppanın üstündeki badam motifiyle münasebetlik bir efsanem var. Bu efsaneme ait kızgarlık. Şu hemen ma'lum bo'lgandek, bu 8. asrdan burun Uygurlar, Türkler hemmimiz şu nimede yaşaydı. Moğolistan'daki şu Orkun, Selenga, Tuğla deryaları ve şu vadilerde yaşayan. Naitti kang yaylaklar battı o yerde. Ve o yerdeki Türkler, cümleden Uygurlar, naitti Paragat içinde yaşavatkan bir yılda tesadüfen bir naitti katlı bir vaba kesili takılıp ketken. Vaba kesili oturup çıkandıkin insanlar, oradaki halk ölüşkü başlagan. Mal çarvılar ölüşkü başlagan, kırılışkı başlagan. Bu şehir, bazarlar kacırak bitişki başlagan, haraplışkı başlagan şehirler. Şundak bir vakitte bu ilteriş kalan Tonyukuk bilen mesletleşip eğer şu vaba kesilini davalayaladigan tipler oturup çıksa ve bu vaba kesilini davalayalasa şu özünün buyuğu ten altın vermez diyen mezmunda bir ferman düşürdü. Ve Tonyukuk bu fermanını yüzlerce çaparmen bilen memleketin bütün cayları evet oldu. Çünkü o vakta bu imperiya yani nayet çoğun bir kang zemini var. Şu yerge bütün rayonlara, caylara çaparmen evet oldu ve bu şu ilteriş hakandaki buyruğunu yetkizdi. Nurgun isteşlerine keyin şu Altay tağlarındaki altın orada degen yerden bir tevip çıkıyordu. Bu tevip şu közü kömeydiğen bir ema bitti tevip. Bu tevip bu Tonyukuk'a haber gönderdi. Evet o da. Ben bu vaba kesini davalayayım dep. Ve onunki davalaş usulü boyunca eğer bu vaba kesillige giriptar bolguçu ama şu badam meyvesini 3 günden 7 güngacha yese ve akıdan bir tabak süt içip berse kesili sakayıp ketidi. Sakayıp ketidi ekan. Şu haberni Tonyukuk'a yetkizgandan keyin Tonyukuk ilterishga yetkizib ilterish qilganga. Bütün memleketteki şu vaba kesildan yuqumlangan kishilarga badam meyvesi yedirgan. Bu badam meyvesi yedirgandan keyin bir qancha hafta o'tgandan keyin her tarafdan xo'sh xabarlar kelishga boshlagan. Vaba kesildan qutulib ketganlar xeyli ko'p bo'lgan. Shuning bilan bu xabarni anglagandan keyin bu badam meyvesiniki bahası nayet o'rlab ketgan. Üsüp ketganda ilterish hakan qolgan. Bu shuning bilan şu memleketning her qaysi taraflarida her bir kishiga 10 tüp badam dərixi tikishni buyurgan. Ve shunday qilib memleketning her tarafından badam yetishdan bo'lgan. Shuning bilan keyin bu badamdagi xususiyati, xosiyati her tarafga anglangandan keyin, taqalgandan keyin kishilar bu badam meyvesini şu xalqni şu qutqizib qo'ygan, vaba kesildan qutqazgan bu badam meyvesini nayet ulug'lab, e'tiborlab bundaki badam meyvesinin şeklini şu rəxlərə, zədvallara, onundaki şu hər xil boyumlara nəqş qılıb işləyən. Şunundan keyin bu badam bu duppuluğuma işlənishga başlagan. Bu efsanelerden qaraganda bu duppuniki tarihi nəhayət uzun.
Elbette bu bir efsane ama şunda bolsun buna aitdi nimesi var, ma'lum bir reallığı var. Yani şunu demek içimen, yani duppa birden birahla birdinle oturup çıkpan narsa emas. Bunun aitdi kadim bir tarihi var. Keyin bunu halkımız özündeki şu estetik eni boyunca her xil şekiller berip, üstüge her xil çiçek, gül çiçek ve şu başka meyve çive degendek meyvelerindeki motifi işlengen eken bu. Kuşlarındaki mesela, bulandaki motifler işlengen, keyin asta bugünkü seviyeye, bugünkü şeklige erişken. Şuna bu uzun bir tarih. Elbette bu bugün bu duppa bir milli medeniyetimizin muhim bir terkibi kısmı alı geldi. Uygurlarındaki şimdi bevasıta milli kimliğini ifade edilen simbolik bir medeniyet eserimiz. Bunu kovduşumuz lazım elbette. Elbette bu duppa bizden etnik kilip çıkışımızda köz tudu. Onundaki bizim Uygurlarındaki, Uygur cemiyetindeki, yani kişilerin Uygur cemiyetindeki ictimai oyununu köz tudu. Onundaki turmuş adetini köz tudu. Nurgun cihetlerde bizimki şu manevi medeniyetimiz bilen bu girelişip ketken bir medeniyet eseri. Şuna bunu kovduşumuz, bunu saklışımız, asırışımız lazım. Bu yukarıda ben diyendek bu bir bayrak. Yani efsanede deligen boyunca etkanda efsanedeki vakaya karganda bu niki yani bu duppa bizdeki bayrağımız desek buldu hem de. Şu elbette bu yerde elbette bu efsanenin yaratkan zihniyet var. Bu efsanenin yaratkan zihniyetindeki nimesi boyunca, düşüncesi boyunca bu duppa bizim bayrağımız. Şuna bu duppa nayeti muhim. Bizning milli kimligimiz, bizning bayrağımız, milli medeniyetimiz, bularni biz saqlab qala olmasak, özümüzni saqlab qala olmaymiz. Şuna bütün bu jihatlarni elib etganda bu duppa bayramındaki ehmiyeti nayeti çoğ, bunu qadrlashimiz lazım. Ben yani bütün qarindoshlarimizniki şu duppa bayramını qaytadan qizg'in tabrikleyman. Rahmat. Nayet qiziqarliq ve nayet yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu qadimdan hem efsanelerde sözlenişi, ondan keyin jang maydonida bir bayroqning parchasi ekanligi, başta shundaq o'tirg'i chiqqanligi, ondan keyin bu badamning ishlanişi, badamninki hozirmi nayeti ko'p og'riqlarga davo badam bizning vücudumuzda janub tarafda ameliyatı degidek yetişidi. Ma'lumotlarni berdingiz. Hamda siz degan o'xshash shu qadimgi vaqtlardan tortib doppa o'tirg'i chiqib, undan keyin bütün Uygurlarninki güzellik qarashi, tabiatga bo'lgan muhabbati, hayotga bo'lgan muhabbati, mushlarning hammasini ishlab etgan bir nefis bir san'at eseri doppa. Her bir doppa qaraydigan bo'lsak, uningdagi naqshlar bizningki madaniyatimizdan birlashib ketgan. Ve shuncha uzun tarixiy davrlardan itibaren biz doppamizni yo'qotib qo'ymay bugünlerge ekildik. Ve bu doppunay tabii halda men başlagan program başlaganda deganimga o'xshash biz zaten ishlatayotgandik, hammamiz bilamiz doppular, yani bazalarda setildigan her bir öyde her xil her yangi doppular bor. Shundaq bir sharoitda biz bunu asar etiq deb hech bir zaman tizib qo'yganimiz yo'qdi. Lekin bunu endi bir xotirlash lazım degan bir hissiyat bilan biz endi doppu bayramını 11 yılına yakın, 2010 yıldı deyman. Şunundan tartib biz qutlab kelyapmiz. Doppu bayrami o'tirg'i chiqdi. Mushu bayramninki o'tirg'i chiqishida albatta tarixiy sabablar bor, ijtimoiy sabablar bor. Bunu endi Tahir efendimden anlasak, Uygur Doppu Medeniyet Bayramı o'tirg'i qo'yilishidan burunqi vatandagi ijtimoiy ve milli özlük tonuşu hakkında doppu bayramınınki meydana kelişi, qaysi şekilde o'tirib qo'yildi, qandaq umumlashdi, tunji qandaq şekilde qutlaqlandi, mushlarni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar, hammalarga men Tahirjondan salom. Oldi bilan hammalarniki
Uyghur Toplu Medeniyet Bayramı gününe mübarek olsun. Toplu Bayramı 2009 yılı 5. ayının 4. günüse oturuğa koyuldu. Bunun aldınqı vaqalar qandaq degan chaqda 2000 yillardan başlap Uyg'urlarda şu özlük haqida, tarix haqida, kimlik haqida izlanish to'lqinlari boshlandi. Abdushukur Muhammad Yemen, Ahtam Umar, Abdurhamid Ötkir asarlari yaratgan tarixga bo'lgan qayta cho'kish, qatorliq nurg'un Tangirtog' jurnali, Şinjan Medeniyeti jurnali qatorliq jurnallar yaratgan bir turkum o'zini bayqash bir to'lqini yaratildi. Menmo özümün Uyghur milletinin bir azası işgalliğinden ibaret bir kimlikimni gerçi aile terbiyesi bilen belki burun yesqıgan bolsammo, ama Ürümçide okuş, xizmat qilish jarayonida texmo cho'nqur his qildim. Shu sababdan 2005 yili men ingliz tili o'qituvchi bo'lgan vaqtimda shu Uyg'ur milliy madaniyatiga duch kelayotgan krizislarni yo'rtib berish uchun The Uyghur Culture in Danger, xatarchilik Uyg'ur madaniyatida bir parcha maqola yozdim. Bu maqalam to'g'ri e'lon qilingandan keyin Xitoy doiralari meni 2 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Men shu vaqtda Uyg'ur milliy madaniyati krizis ichida deb shuni Uyg'ur milliy madaniyati duch kelayotgan barliq madaniyat, turmush odatlarimiz, an'anaviy qimmat qarashlarimiz, moddiy va ma'naviy taraflarimizni yo'rtib bergan. Men 2 yillik qamoq jazosi jarayonida yana shu kallamda shu kechmadi. Qanday qilganda Uyg'ur milliy madaniyatini qo'g'dab qag'il bo'ladi, qanday qilganda hamma Uyg'urlarga umumlashtirib bo'ladigan bir idea topilib bo'ldi deb qattiq o'ylandim. Men emgak Shixo emgak bilan tarbiyalash lagerida 10 oy turdim. Men shu Doppu bayrami va Uyg'ur milliy madaniyat bayrami deganni 2006 yili 11 oyda Shixoda emgak qilayotgan vaqtida cho'qqim Uyg'urlar uchun bir bayram kuni lozim ekan deb o'ylagan. Onun ismini men shu vaqtda Uyg'ur kuni bo'lsin deb o'ylagandim. Har bir Uyg'ur umumlashtirib bo'ladi deb. Men uni xotirladim, kallamda nurg'un variantlarni o'yladim. 2007 yili turmadan qo'yib berildim. 2008 yili 5 oygacha xizmat izlash, turmadan chiqib mushu ishlarni o'ylab hal qilish jarayonida doktorat yazdım, qanday qilib Uyg'ur milliy madaniyatini qo'llab qolib bo'ldi. Xitoyning o'zining hujjatlarini ko'rdim, Xitoyning qonunlarini ko'rdim. Milliy territorial avtonomiya qonuni vaqtidagi yerlik rayonlarniki, millatlarniki Uyg'ur milliy madaniyatini qo'llaymiz degan shularni ko'rdim. Xitoyning sobiq madaniyat ministri Wang Ming deydigan u Uyg'urlarning ichida turib Uyg'ur milliy madaniyati ta'siriga qattiq qo'shilgan Xitoy g'o'ljida turgan shu mamkin noshirlarniki yaxshi og'insi shuniki Uyg'ur milliy madaniyatini qo'llash haqida yozgan maqolalarini to'pladim, nurg'un faktlarni to'pladim. Temir Dametning so'zlari borki Uyg'ur milliy madaniyati qo'llash haqida shuni to'pladim. To'plab 3 nafar ziyolini yo'qlab bordim. Uyg'ur milliy madaniyat bayrami, Uyg'ur kuni qurimizda 50 betlik bir material yazdım. Shuniki ahamiyati, qonuniy asosi, janubdagi Uyg'urlarniki bilan shimoldagi Uyg'urlarniki do'stlikka qirnashni ilgari surish, hukumatda ishlayotgan Uyg'urlar bilan ishlamayotgan Uyg'urlar orasidagi munosabatni ilgari surish, boy Uyg'urlar bilan nomrod Uyg'urlar orasidagi munosabatni ilgari surish, har xil qatlami bo'ldi. Sayohatga foydasi bo'ladi bu milliy madaniyat bayrami qilsak deb nurg'un narsalarni tuzdim. Hatto Turpan uzum bayramini misol qildim, nurg'un misollarni qildim. Shu bilan ular 3 nafar ziyoli shu vatanda ilgari ko'z ko'ringan, masalan, Yermamat Tayir Tug'luq o'lib ketdi. Emin Tursun o'lib ketdi. Yana bir akamiz vatanda hozirmi bor, ismini tilg'anmayman. Shular hammasining o'rtaq bergan fikri bu bakli ahamiyatli, bakli zo'r, bakli buyuk bo'lgan bir tarixiy qurilish. Ammo o'g'lim buni chiqarsak, buningga hech kim ega bo'lolmaydi, iningga hech kim kelanmaydi. Buni o'tirib qo'ysang, sen yolg'izlik qolsa, seni yana ak tutib 2 yil turgan yeringga, sen yana turma ketib qolsa o'g'lim dedi. Qanday qilma deb qattiq ko'p o'ylandim men. Voz kechmadim buningda. 2008 yili 5 oyda 3 qitim 4 qitim urinish suhbat o'tkazgandan keyin bir qism ziyolilar, masalan, bir qism jurnallarning muharrirlari, madaniyat nazorati ishlaydigan Uyg'ur tadqiqotchilar, ularning hammasini o'xshashlar bu mumkin bo'lmaydi. Hatto Uyg'ur madaniyat markazi qurish, Uyg'ur madaniyat jurnali chiqish planlarining hammasini biroq rad bo'lib ketdi. Rad bo'lgandan keyin men bir shaklni o'zgartirib qo'yay buniki deb
Uyghur Dopu Medeniyet Bayramı qilib, faqat bir kun dopu kiysak, bunun hech qanday bir cho'ng siyosiy arq ko'rinishi bo'lmaydi. Boshqa millatlarni chetga qaqmaymiz buningda. Boshqa millatlarga Uyg'ur madaniyati ko'rsatilib bo'ldi, sayohatchilik ilgari surgil bo'ldi, Uyg'ur milliy qo'riqlash ilgari surgil bo'ldi deb nurg'un dokladlarni yozib, qaytib bordim. Qaytib borgandan keyin ular ko'rib baqay deb vaqtni so'zib o'tdi. 2008-yil 6-yil bergan doklad 2009-yil 1-oy 2-oygacha ololmadim dokladni. Oxiri 2009-yil 3-oyga kelgan vaqtida ikki korxonchi og'inam bordi. Furqon shirkati degan bir shirkatni qurgan, Memtimin degan bir do'stim bor edi. Bu do'stim Turkiyada qatnash hadisida 2013-yil tugab ketdi. Mendan saboqdishim bo'ldi, universitetdan boshlab. Yaxshi bir odam. Shu do'stim men o chaqda bir namra turmidan yangi chiqib, tarjima shirkati qurayotgan bir odam. Ash do'stim menga 2000 koy berdi. Mush 2000 koyni sen do'stim ilib, ziyolini yig'ib, Uyg'ur dopu bayrami qilaman desa, shuni bir ziyoliga choy bergindi. Shuning bilan shu ko'pchilik hozir bilayotgan Abduqodir Jaloliddin, Abdubasir Shukri, Hasanjon Ablis, Yasinjon Talatqariq ziyolining hammasini chaqirib choy berdik. Hammasiga dopu taqdim qildik. Uyg'ur dopu bayramining ahamiyatini tunishtirdik. Qo'limizdagi 80 bet bo'lib ketdi material. Siyosiy ahamiyati, qonuniy ahamiyati, tarixiy ahamiyati, hammani Xitoychisi va Uyg'urchisi va tarjimon do'stlarim baqib bergan. Ashuni hammasini yig'ib, ularga berdim. Diyarim Torbikti, Salkin Torbikniki muxbirlari keldi. Shular o'ltirib choy berdik. Nazna restorani 2009-yil 5-yil 4-yil Nazna restoranida yig'ildik. Islomjon Sherif ustozimiz bor. Bu rasm butunlay to'rda oshkorlanib ketgan vaqt e'lon qilinib bo'lgan. Shunga men buning ismini berdim. Shabnam To'rniki bor, Urumchi gazeti bor, Urumchi televiziyastansi bor. Shular bir 30 ga odam yig'ildi. Ular hammasi bu yaxshi fikr bo'ldi. Ammo buni tig'im sistemli qilishimiz kerak. Buni chiqarganga ba'zi organlar xafa bo'lishi mumkin, ba'zi organlar qo'llashi mumkin. Xalq qarshi oladi. Ammo buningga bir qizil boshli hujjat lozim. Tayrovkan. Siz kelajil 2010-yil 5-kungacha nereden tapsanız tepip bir qizil boshli hujjat teping dedi. O qizil boshli hujjat men tapay deb o yig'in bo'ldi. Men tapay dedim. Advokatdan birini mas'ul qildim. 2005-yilning 5-kuni esa bu maqola qilib e'lon qilib etdi. Markaziy xalq televiziyasidan Mehmetcan Abdullah degan bir qarindoshimiz bor. Tayirjo yaxshi bo'libdi, buni xabar beramdik dedi. Bo'ldi, xabar bersak bo'libdi dedim. Ular ziyorat qildi. 20 soat Abduqodir Hashimning ovozi bilan Uyg'ur dopu bayrami haqidagi xabar rasmiy berildi. Biz u xabarni ovozini ilib, rasmlar bilan ko'rishtirib, to'rga qo'yib atdik. Shuning bilan butkul to'r dunyosida Uyg'ur dopu bayrami boshlanibdi, sistemda qoldi boshlanibdi degan hukm bilan jamiyatga tarilib ketdi 2009-yil 5-kunisi. Diyarimda, izlanishda, Salkinda, Shabnamda millionlagan Uyg'ur ko'rdi. Ziyolining dopuga rasmlarga oid rasmlar yo'llandi. Edebiyatçı qarindoshlarimiz she'r yozdi, hikoya yozdi, itot yozdi. San'atkorlarimiz itot ishildi. Xinjiang madaniyatining 5-kanal programmasida Uyg'ur dopu madaniyati degan temada 3 son program ishildi. Shu vaqtdagi Bamatilla Ablis qatorliq do'stlarimiz. Xinjiang Pedagogik universitetidan Hasanjon Ablis degan qarindoshimiz maxsus dopu tadqiq qilib doktor bo'lgan ekan. Uni doktorlik tadqiqot asari shu maxsus dopu madaniyati ekan. Tsinghua universitetiniki Wang familiyalik bir Xitoy Uyg'urlarniki dopu madaniyatidan insoniyatning estetik qimmat qarashiga nazarda bir doktorlik maqolasi bor ekan umuman. U shu Beijingda qattiq olqishga erishgan bir jurnalniki bir shu vaqtda istilgan bir soniq bisilgan ekan. Biz zamin to'pildik, taqatdik. 2010-yil 5-yilgacha mushun taqdimiz deb o'yladik. Ammo hech qanday bir organ madaniyat nazorati Xinjiang Universiteti, Xinjiang Pedagogik Universiteti bizga hech qanday bir qizil boshli hujjat, hech qanday bir tamg'i bisib bergili unmadi. Ammo biz to'g'ri yozgan vaqtida deb yozdik desa, Xinjiang Pedagogik Universiteti qo'lladi. Xinjiang Universiteti qo'lladi deb yozdik buni. Yozib berdik. Hech kim akilib lan buni sen tayir hukumat qo'llab debsan-go, isboting nima deb men so'rmadi hech kim. Xalq buni qabul qildi, hukumatmi? O'zimi bu hukumat qo'llab ketdi bu ishni deb o'yladi. Chunki Markaziy xalq radio stansiyasi qabul qildi. Ziyolining ota-onalar u yerda bor. Emin Tursun, Abduqodir Jaloliddin, Abdubasir Shukri, Raila Davudning ismlari bor. Azat Sultonning ismlari bor. Hamma ko'rganligini hammasi og'zini ichib qoldi. Mushtash bo'lamdi deb qoldi. Mening do'stlarim meni chaqirib, tarixdan tavakkul qildim. Bu yil 2 yil emas, 10 yil yotsa ag'inam, tayyorlik qilsang dedi. Men ma'qul 10 yil mush ish amalga oshib
10 yıl yasamı meyli tayyorlik qildim. Tayyorlik qildim, ammo tayyorlikqa ishga bala bo'lmaylam. Naq biz 5-oyning 5-kuni degan bo'lsak, 7-oyning 5-kunisi Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng voqea bo'ldi. Men 7-oyning 5-kunisi namoyishni sirtdan kuzatdim. Biz qatnashib bo'luvchi voqealar ig'ir masalaga aylandi. 2010-yili Beijing Pedagogik Universitetidagi Uyg'ur o'quvchilar buni qattiq tabrikladi. Biz Urumchida turib tabriklayolmadik. Chunki birinchi bizda tor yo'q. Tor butunlay qamal qilingan. Ikkinchidan bizning yig'ilishimiz cheklangan. Shunda 2010-yil 5-oyda biz Urumchi ziyolilari hammamiz cho'ng qilib yapiramadik. Ammo yoshlarniki u yerda palat qilganni ko'rdik. Çoğlar beketlerimi takılgan boğaçqa bu toğruluq dağdıq qılamadık. Ama 2011-yili 5-oyning 5-kunisi 3 gün qalğan çağda Abdunur Aylık Medeniyet Nazareti, Abdunur Aylık Ürün şəhərlik Cemaat Xəbizlik İdarəsi meniki işxanamga kelib meni məqsədin nima, bu fəaliyyətni qilishga məqsədin nima, nima uchun buni uyushtirsa deb bir 3 gün so'roq tatgan bo'ldi. Men tushuncha berdim, bu madaniyat uchun qildik. Bu Uyg'ur madaniyati degan e'tirof qilingan bir madaniyat. Xinjiang Uyg'ur Abdunur Ayni deysizlar. Bu yerda Uyg'urlarniki madaniyati qo'g'dilishi kerak. Bu do'ppi degan bir normal bizning huquqimiz. Biz boshqa narsa demadik. Biz sayohatninki, insonlarga tushunishninki, kishilararo do'stlikninki belgisi dedik dedim. Ular 3 gün shu men talog'i chiqarg'izmidi. Shu 2011-yili Yakanda Yakan Naylik Partikom, Yakan Naylik Hükümet, Qashqar viloyatlik Partikom, Qashqar Hükümet Naylik dağdug'liq 500 nafar Uyg'ur ziyolisini yig'ib, Uyg'ur do'ppi madaniyat bayramini o'tkazib berdi. Jang Chushen degan Xitoy Partikom shujisi bir qimliq bir video so'zlabdi, u video taqilib ketdi ovozi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami degan bu bayram Uyg'urlar qarshi ilish qilishgan bir hodisaga, Shuhui Shenshanga aylanibdi. 维吾尔文化节已经成为非常受欢迎的一个文化现象。qarshi ilish qilishgan bir madaniyat hodisasiga aylanibdi. Agar biz buni cheklasak, xalqning hukumatga bo'lgan qarshilikqa duch kelamiz. Agar buni biz qattiq qo'llasak, bu Uyg'urlarda millatchilik qattiq avjab ketadi. Shuning uchun biz Uyg'urlarga qo'llamaymiz. Qattiq avjab ketib qolsa, cheklaymiz. Ammo dağdug'a qilmasdan qolib qolsa, sukut qilamiz degan bir so'zni Qashqar viloyatidagi bir o'qituvchi do'stim menga yo'llab berdi. Uni men angladim. 2011-yildan boshlab bizning vatanimizningki har qaysi joylarda, masalan, To'qquzaqda, Sanjida, G'o'jda cheklangan voqealar bo'ldi. Urumchi cheklangan voqealar bo'ldi. Keyin Uyg'urlar g'avg'o qilib, yana qaytadan normal hadislar bo'ldi. Ammo bayram vujudga kelgandan keyin nayt zo'r olqish qilish yoshlar orasida bo'libmi, ziyolilar orasida bir umumlashishga erishdi. Xinjiang televiziya stansiyasi, Xitoyniki Xinjiang televiziya stansiyasining butkul xodimlari, Uyg'ur xodimlari Weibo orqali 1000 kishilik bir faoliyat qo'zg'adi. 1000 Uyg'ur do'ppisini do'ppi kiyib o'rtoqlashishdi. Kichik bolalar, qizlar, yosh o'g'illar hammasi o'zining do'ppisini kiyib Weiboda tarqatdi. Bu pek cho'ng hodisa bo'ldi. Men faoliyatga qatnashishim cheklangan bo'lg'achqa, men hech qanday faoliyatga borolmadim, qatnasholmadim, so'zlayolmadim. 2013-yili kelgan vaqtida bu pek cho'ng hodisaga aylanib ketdi. Bir turkum o'quvchilar Urumchida bu faoliyatniki bayramniki vaqtini 5-kunisi uqmay, ular 3-oyning 23-si o'tkazib qopdi. Shuning bilan ular xabarlarga chiqibdi. Shuning bilan Uyg'urlarning texmi qarshilik aks etdi do'ppi bayramini umumlashtirish haqida. Demak, bu bo'lish hodisa voqealari mushunda ziyolilarimiz garchi yurakli holda qo'llayapmizmi, lekin mushlar bir haqiqatda yaxshi etdi, bir ahamiyatli ishdi. Bo'pti, bizning ismimizni yozsangiz yizim. Agar voqea chiqib qolsa o'zingiz mas'ulka degandek gaplar bo'lsa-mu qo'llab, shu vaqtida har holda ilmiy jihatdan, siyosiy jihatdan bo'lmasa-mu, ilmiy jihatdan, madaniyat jihatdan, etika jihatdan, bularning axloqiy jihatdan menga bir ilhom berib qo'llagan. Shu ustozlarimizningki nurg'unlari hayot, ularga rahmat aytaman. Ular balkim vatandoshni tabriklayolmaydi. Shunda bo'lsa-mu, vatandagi nurg'un millionlagan Uyg'ur yoshlarga o'zining kimligini, men Xitoy emas, men Uyg'ur,
mening o'zimga xos madaniyatim bor, mening o'zimga xos tarixim bor. Mening Uyg'ur millatim qo'sh til ma'rifi, Uyg'ur milliy madaniyatini kamsitishdan iborat nurg'un siyosatlarniki zabsiz uchirgan bo'lsa-mu, lekin men o'zimning kimligimni dunyoga bildiraman degan bir xil shuar bilan, bir xil cho'qon bilan o'tirib chiqqan bir tarixiy hodisa bo'lib qoldi deb o'ylayman. Rahmat. Ko'p rahmat. Haqiqatan ma'lumotimiz bu jihatdan ozga shaxsan mening bundaq tirishchanliklar bilan, bundaq fidokorliklar bilan o'tirg'i chiqqanligini anglab haqiqatan ta'sirlandim. Jasoratingizga afirin. Bir madaniyatni qo'g'dab qilish uchun fidokorlik, önce muhabbet, o medeniyetga muhabbet bilan qarashimiz kerak, sevishimiz kerak. Bundan keyin fidokorlik, jasorat kerakligini mushu do'ppi bayramining kelib chiqish jarayonidanmi tushunib olg'ili bo'ladi ekan. Siz bunun planını qilib, haqiqatan vatanda bağan siri bizning madaniyatimiz yo'qolib ketish girdobig'a berib, bizning tilimiz cheklanib, bizningki e'tiqodimiz, bizningki boshqa alohidliklarimiz, kiyim-kechaklarimizningki kiyilishigami hatto yo'l qo'yilmaydigan shunday bir sharoitda sizning kallangizda pishib yetilgan jazo kampida turib, siz bu xiyollarni qilib texmi Uyg'ur millati uchun xizmat qilishni o'ylabsiz. Haqiqatan bu bekmi ta'sirlik, naytimi ulug'lash kerak bo'lgan bir ruh. Mushundaq bo'lish kerak. Uyg'urda mushundaq ruh bo'lg'ashqa, sizga o'xshash yigitlar bo'lg'ashqa bu Uyg'ur xalqininki shunchalik eg'ir kunlardami, ya'ni yo'qolib ketmay, o'zininki milliy madaniyatini qo'g'dab bu kunlarga ep kelibdi. Bir savol so'ray. Nima uchun do'ppini o'yladingiz siz? Uyg'urninki boshqa madaniyat alohidligimi bor. Siz shu do'ppini tutibsiz. Buningdagi sizni alohida shu do'ppiga markazlashtirgan sabab nima? Bek yaxshi savol bo'ldi. Bu savol shu vaqtda nurg'un so'ralgan ziyolilarimiz, yoshlarimiz, muxbirlar bo'lgan. Endi shu vaqtda men yoshlarmi, cho'nglarmi yosh cheklamasiga uchramaydigan. Ayollarmi, erlarningmi jins cheklamasiga uchramaydigan. Baylarningmi, namratlarningmi, chunki sinib ayirib ketilgan Uyg'ur jamiyati Xitoy tarafidan cheklamaga uchramaydigan. Janub bilan shimol deb ayrilib ketmaydigan. Ziyoli va o'qimagan deb ayirmaydigan, hammani birlashtirib oladigan bir madaniyat hodisi deb shim kerak deb o'yladim. Buni o'ylagandan keyin masalan kiyim-kechikimizniki boshqa, masalan ton yoki kostyum desak sizga mos kelmaydi nurg'un masalan. Atlas desak ba'zi erlar kiyolmaydi masalan. Janubning kiyimlari shimolda yo'q. Bu jihat olganchada kiyim jihat olganchada faqat do'ppiga mos keldi degan bir hukm kelib qoldi. Andan keyin ba'zan bir bu faqat kiyim bilan emas, ijtimoiy harakatni asos qilaylik desak, albatta do'ppi bayramining ijtimoiy harakatlari bor, uni keyin desak bo'ladi. Biz 10 turli palada o'tirib qo'ygan. Faqat pulisi bor odamlar, faqat jamoat bilan qilolgan yolg'iz yakkalat qilolmaydigan bo'lib qolsa, do'ppi bayrami shaxsning o'zining qo'g'dishig'imi kapolat ega bo'lmay qoladi. Shu shaxsiy qilib bo'lgan bir ish bo'lsin dedi. Endi yoshlar bilan qiyirlar o'tirsida cho'ng bir alqish bilakchilik bor vatanda. Yoshlar bilan mesela iddia, fikir, turmuş usulü cihette yaşlar qiyirlarni sizlar kim qaldinglar, ko'n odamlar deydi. Qiyirlar sizlar milliy an'anamizni voz kechdinglar, sizlar bek nadon deydi. Ashqil qarashlar tufayli bir birlashtirmak nayt ta'sir bo'ldi. Ham janub bilan shimoldimi farq nayt ko'p. Janub bilan shimol, masalan janubda bizningki Uyg'urlar an'anaga biroz mohir. Shimolda bo'lsa desa zamoniylikqa Xitoyning ta'sir ucharlik sababdan bo'lsin yoki ilgirlash ma'rif ilg'aratni qabul qilish jihatdan bo'lsin, an'anani biroz o'ziga yatab qaraydigan ahvollar mavjud bo'lgan. Bu jihatni olgan chog'da endi do'ppa birinchidan ilib yurish qolay. Har qanday Uyg'ur kiyalaydi. Erlarning do'ppisi bor, ayollarning do'ppisi bor. G'uljining o'ziga xos bor, turpanning bor, Qashqarning bor, Xotenning bor. Bu do'ppa hammaning bishida turadi. Bishida turgan bo'lg'achqa boshqa millatlar ko'simi birinchi bo'lib chet elliklar bo'lsa-mu qarablam shu Uyg'urning do'ppisini ko'rablam his qila oladi. Bu Uyg'ur ekan. Bu Uyg'urning chiroq do'ppisi, erlarniki badam va chekan do'ppilari, ayollarniki chimen do'ppilari o'zgacha ekan degan narsani bir qarashlam his qiladi. Bu tashqi bir kimlik,
Yani xuddi men Uyg'ur degandan-ki birinchi qarashdan ko'ngil olgan bir simvollik Alameti. alameti. Uyg'urning alameti ekan. To'g'ri. Shu jihatdan eng oson, eng qulay, taqilishi eng kengri bo'g'achqa do'ppi bo'lish birdan bir masqildigan narsa mush ekan deb tanladik. Ziyolilarni anlatlan bek yaxshilanibdi bu do'ppa. Agar biz masalan naqshni tanlab qo'ygan bo'lsak, biz naqshchi o'yanchi deb tariflanib qoldik. Endi agar kavob deb qo'ygan bo'lsak, nanchi kavobchidan qildik. Endi bu do'ppi degandan hem medeniyet, hem tabiat, hem güzellik bo'ldi ekan. Bu eng yaxshi tanlash deb tushundim. Çok rahmet hakikaten. Yani bir taraftan bu do'ppininki Uyg'urlarni birlashtirish alayidligimi bor deb qarayman. Chunki siz boya deb o'tib ketdingiz. Alaydligi bo'lsa-mu, Janubning, Shimolning deymiz, G'o'ljining deymiz, Turpanning deymiz, Qashqarning deymiz. Shundaq ba'zi alaydliklar bo'lsa-mu, lekin o'rtaq do'ppa buning ismi. Uyg'urlarni bir birlashtirish, uyushtirish roligimi ega. Shundaqmi deyman, ha, Alimjamolim? Do'ppiga Uyg'ur milliy ruhi singan bir madaniyat asari. Shunga Uyg'urlar bu do'ppi orqali o'zining milliy kimligini his qila oladi va jamiyatda bütün jamiyat a'zolari o'rtasida o'rtaq bir hissiyot paydo qila oladigan bir madaniyat asari. Shunga bu do'ppining tanlanishi nihoyatda yaxshi bo'libdi. Hakikaten muhim bir voqea. Bundan keyin buni davomlashtirish intayin muhim. Bunu unutulup kalması lazım. Her yıl şu 5. ayının 5. günü daha dolu bir şekilde bunu tebrikleşini davamlaştırış lazım da oylayayım. Doğru deysiz. İmkaniyeti bağlı. Hakikaten bunun kelip çıkış jarayonini deb o'tib ketdi Tahir efendim. Hakikaten bütün gücümüzle bu do'ppi bayramını qanot yaydırışımız ve qutuluşumuz gerekli. Keyingi vaqtlarda Tahir efendim, vatanda bunun siz chet elga chiqib ketkichi bo'lgan arliqlarda qutlash ahvoli, bu do'ppi bayramini o'tkazish ahvoli qandoq bo'ldi? Ya'ni to'sag'olar o'tirg'i chiqdimi? Darvaqa 2009-yili biz taratqularda e'lon qildik. Butkul jamoat bilgan bo'ldi. 2009-yili 7-ayning 5-kunisi shu bir vaqa bo'ldi. Bu bir bağlanışlıq deb qaraldi. 2011-yili meni izlagan vaqtidimi G'o'ljidagi 5-fevral vaqasimi 5-kunisi bo'lgan. Urumchidagi 5-iyul vaqasimi 5-oyda bu ayning 5-keslari bo'ldi. Do'ppi bayrami 5-si bo'lgan. Buningki sababini sal tushuntirib debdi. Shu biz shuningdan to'g'ri o'talsam, keyin davomlashadi, bo'lmasa deb o'yladim kallamda. Shunda o'yladim men 5-fevral deganni men bilmaydi ekanman, men kichik. Ona munosabatim yo'q. O 5-iyul vaqasini, 5-iyul vaqasi bizdan biz qilib bo'lgandan keyin bo'ldi. Biz 5-mayda qildik 2009-yili. 5-iyul vaqasi 2009-yili bizning 2 oy keyin bo'ldi. Men uni bilan hech qanday bir aloqam yo'q. Sizlar tekshirib bilsanglar bo'ladi. Mening aloqam yo'q. Bu Uyg'ur milliy madaniyati, bu milliy madaniyatni saf bir madaniyat asoslangan bir madaniyat, sayohatchilik uchun. Shu vaqtda bir Xitoyning bir hujjat qo'ldan uchib qoldi. Uyg'ur do'ppisi Xinjiang sayohatchilik elchisi, Xinjiang madaniyat elchisi deb bir Xitoy tadqiqotchilari shuni 2005-yili bekitib, avtonom rayonlik Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat sayohat idorasi deb idorasi bor ekan Xitoyniki. Liuju deydigan. Shu sayohat idorasi bu do'ppini maxsus logo loyihalab shu taqib ekan. Men shuni ko'rsatdim. O'zinglar deb sizlar sayohat uchun. Bu Uyg'ur milliy madaniyati foydasi bo'ldi deb dedim. O'tib ketdim buni deb. Mening bir g'arazimizning yo'qligi, siyosiy maqsadimizning yo'qligini tushunib o'tib ketdik. Biz faoliyat jarayonlarida siyosiylar aloqa ehtiyot qilaylik deb shu do'stlarimizga men ziyolilar hammasiga aloqa qilib ko'rishib, siyosiyga oid gaplarni ehtiyot qilaylik hamimiz. Bu do'ppi bayrami boshqa bir chetlib qolmasin deb qildik. Xitoy bu nuqtadanmi bizni kuzatdi. Şunun bilen bu do'ppini qattiq cheklimidi, cho'ng jihatni olganchilar. Oshkor olib cheklanmadi, ammo yerliklar cheklaganga oid ishlar jiq bo'ldi. Masalan, 2011-yili Postcam noyisida bir maktabning o'quvchilarini tutqanligiga oid xabar to'g'ri e'lon qilinib, biz xabar topgandan keyin bir qism madaniyat nazoratiga Uyg'ur kadrlarga deb Uyg'ur kadrlar aloqa qilib, u Uyg'urlarni qo'yib berishni o'quvchini qildi. Ana keyin Suydum noyisida bir turkum Uyg'ur o'quvchilarning tutqanligiga oid xabarlarni angladik.
onu aloqa qilib shu vaqtda Misraning to'g'ri e'lon qilibdiki, bizni tutdi deb. Biz uni ko'rablam darhol aloqa qilishib, uni qildik. Keng doiralik Xitoy cheklamadi, ammo yerlik doiralik chekildi. Endi cho'ng jihatni Uyg'urlar qanday o'tkazdi desa, Urumchida 2012-yili Qarliq shirkati keng ko'lamda bir o'tkazdi. Qarliq shirkati keng o'tkazdi. 2011-yili Yakan naisi, Qashqar viloyati keng ko'lamdagi ziyolilar, hatto hukumat doiralari aralashgan darajada cho'ng plan o'tkazdi. Qashqarda o'tkazganiga Xitoy hukumati 500 ming ko'y pul ajratdi. Bu Uyg'ur tarixida Xitoyniki shu Uyg'urlarniki milliy madaniyati uchun eng ko'p ajratgan bir vaqti bo'lishi mumkin, shu vaqtda bir ijtimoiy bir madaniyati uchun. Masalan, muqamdan keyin, dastan ratlashdan keyingi ajratgan hamda bir yerlik madaniyat uchun ajratgan bo'lishi mumkin. Doppa Madaniyat Tadqiqot Markazidan birini qurdi Xitoy madaniyat nazoratida. Xitoylarni markaz qilib Uyg'urlarni qo'shmay qo'yishdi. Andan keyin 2010-yili pedagogik Beijingda pedagogik universitet o'quvchilar keng ko'lamlik san'atkorlarni chaqirib Beijingdagi Uyg'ur ziyolilari boshliqlarini yig'ib turib bir faoliyat qildi. 2013-yili bo'lsa san'at bo'lmadak darajada ko'payib ketdi. Men 2012-yilgacha bo'lganlarni falan o'rinda sanay olmayman, ammo 2013-yildan keyin uning doirasi biz biladigan yoki kontrol qilganlarni yishib ketdi. Qozog'istonda 2013-yilda cho'ng palat o'tkazibdiki, ular ziyoratga kelibdi Urumchiga. Bu shu dop bayramini o'tirib qo'ygan Tayirmin apandini ziyorat qilamiz deb. Shuning bilan men bu bizning maslahatchilardan so'ragandim. Chet el muxbirlarning ziyoratini qabul qilishga bo'lmaydi. Bu xatarlik ish dedi. Shuning bilan biz kechiringlar ziyoratni qabul qila olmaymiz dedik. 2013-yildan keyin bu ish xalqninki biroz ommaviy holatiga aylanib ketdi. Biz tashviqot qilmasakmi, xalq o'zi tashviq qilib, o'zi yozib, videolarni ishlab, anikin qildi. Medialarmi bir keng ko'lamda sahna ajratdi bunga. Şu bir madaniyat buzg'unchilikqa, cheklashga, besimga uchragan vaqtda qo'g'dilishga muhtoj bo'ladi va haqiqatan Uyg'ur xalqi o'zining madaniyatini qo'g'dash uchun shunday sharoitlarda o'tirg'i chiqqan. Ondan keyin xalqninki shunday ovoz qo'shib, tez yamrab ketishi bu Do'ppi bayraminingki vatanning hamma yerda tabriklanishi, bilib berilishi mushu nuqtadan nihoyat ahamiyatli. Chunki o'zimizningki madaniyatimizning bag'ansiri tahdidga uchrayotganligini butun Uyg'urlar his qilib yetgan. Shuningda bu bir siz bir yilqi o't yoqqandek o'tiruvchi bir nima deymiz, bir qivilcimni o'tirg'i tashlagandek, undan keyin bu nihoyat yalqolinib ko'yib ketgan, bir o'tga aylanib ketganda nihoyat cho'ng. Bu hamda vatanlarni hammamiz bilamiz, ammo sizning degan o so'zlagan ma'lumotlarni qaragan vaqtida Xitoymi bu boshda buni nima qilishini bilmay qolgan gap. Ya'ni butunlay cheklab etish kerakmi yoki qanday qilish kerak? Balki men foydali tarafidan foydalanishim mumkin degan hissiyot bilan ba'zi bir narsalarni qilibdi. Qarsan, undan keyin butunlay mamlakatning har qaysi joylariga yamrab ketibdi bu. Bu nihoyat cho'ng bir haqiqatan tarixda, Uyg'ur tarixida o'zining madaniyatini qo'g'dash uchun elib berilgan nihoyat cho'ng bir harakatga hozir hamda ahamiyatini bu program orqali texmo aniq ko'ryapmiz. Hamda hozir Uyg'ur madaniyati butunlay tahdidga uchrayapti. Nihoyat og'ir tahdidga uchrayapti, yo'q qilinyapti. Hatto kultural qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchiligi elib berilyapti. Bu nimalar hamda qaysi jihatlardan elib berilyapti deb qaraysiz? Olimjon ma'lum sizga so'rag'im bor. Bu qirg'inchilik nima uchun madaniyat qirg'inchiligi deb ataladi? Qaysi jihatlardan Uyg'urlar mush madaniyat qirg'inchiligiga uchrayapti? Endi Uyg'ur milliy madaniyati shu Xitoy kommunistlari 1949-yili Xitoy bizim Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin bu başlagan milli medeniyet qirg'inchiligi. 49-yildan bugunga qadar ki jarayonda 3 qatim bizning bu milliy madaniyatimiz nihoyat og'ir xirsga duch keldi. Birinchisi
birincisi medeniyet zor inkılabı. Medeniyet zor inkılabındaki jarayonini yaxshi bildiganlar yaxshi tushundi buni. Shu vaqtda bizning oldi bilan tilimiz vayron qilindi. Shu Uyg'urchaga Xitoychadan yomon ko'p so'z kirdi. Ba'zi tadqiqotlarga qaraganda shu 4000 dak so'z kirib bo'pti ekan. Ba'zi jumlalar qarasangiz shu 10 so'zlik jumlaning 7si Xitoycha, 2si Uyg'urcha. Shundaq misollar yomon ko'p shu vaqtda. Tilimiz nihoyat eg'ir bir xavf ostida qolgandi. Yana birisi shu vaqtda yezik o'zgartib etildi. Onundakin dinimiz depsandi qilindi. Buni hammamiz bilamiz. Shu camiler, mescitler çıkıp taşlandı. Bu bir Xitoy tadqiqotchi niki tadqiqotga qaraganda shu vaqtda 29500 kadar 54000 cami bor ekan shu vaqtda 49-yilgacha. Bu keyin 49-yildan keyin shu madaniyat zo'r inqilobida chiqilib ketgan shu camilardan keyin shu 2900 dak cami qolibdi ekan. Hozir selayotgan hozirgi Sharq Turkistondagi camilardagi soni shu 49-yildagi camilardagi soniga yetmaydi. Shundoq eg'ir bir vayronchilik bo'ldi. Shu vaqtda diniy kitoblar yomon ko'p ko'ydirilib ketdi. Shu bizningki mahallada, bizning uydami bir araba shu kitob, shu qadimgi kitoblar, arab farscha yoki qadimgi kitoblar, diniy kitoblar shu mahallada hammadan oldida ko'ydirib etilgan. Şu vaqtda mən ayəti Kitaplarımız köydürülüyor bu çağda. Uygur'a ait kitaplar hemen köydürüp etdi. Onundaki şu duppulanı mı, şu atlas köynek degandagi milli kiyimlerini toplap şu məlini otursa otqa taşdıgan. Şu vaqt mən köygen ki bu şu vaqtki vaqalar. Çünki bu şundaq eg'ir bir vayronchilik uchrab ketgan. Yani milli medeniyetimiz qirg'inchilik uchrab ketgan. Yani birisi mesela edebiyat san'atimiz şu cheklinib şu vaqtda Xitoycha nurg'un Xitoycha asarlar, kinolar, şu tiyatr nimeleri, oyunları, hammasi Xitoycha bo'lib ketganda shu vaqtda. İkinci bir nimesamda, ikinci qatımlıq hızqı düşkən vaqtda 1900 yılların ahiri. Normalda 1980 yıldan 1990 yılgacha bo'lgan 10 yıl içinde biraz ahval normaldi. Biz şu vaqtlarda o'qigan, universitetde o'qigan, biz bilimiz şu normaldi ba'zi narsalar. Ama 1990 yıllardaki ahirgi vaqtda ikinci qatımlıq bir besim başladı. Uyghur milli medeniyete karşı bir ikinci bir hücum başladı. Qanday bo'ldi degan vaqtda qo'sh tillik ma'rif degan bahona bilan shu Uyg'ur tili ma'rif sistemasidan chiqarib etildi. Yani biz bu shaharlashish degan bahona bilan shu Qashqardagi va ba'zi shaharlardagi shu qadimgi imoratlarimiz chiqib tashlandi. Yani bizniki shu qadimgi tarix bilan bugungi qadimgi ajdodlarimiz bilan bugungi ajdodlarimizni bir-biriga bog'laydigan rishtlar uzib tashlandi. Yani biz Xitoylaştırışını tezletti. Yani şu yaşlarımızı, ösmürlerimizni Xitoycha o'qitish, Xitoy maktablarda Xitoycha ma'rifga boshlash, Xitoycha o'rganishga majburlash qatorliq siyosatlar bilan shu Xitoylaştırışını tezletti. Yani birisi 3. qatımda kurs hamda şu 2010-yildan keyin boshildi. Uyg'ur tili tamamen cheklendi. Bunu sizlar bilan bilasizlar. Şu ma'rifda cheklendi, nimada davlat doiralarida işiltişini çekildi. Yani mesela din bütünle çeklendi desek buldu. Şu 2010 yıllardan keyin bu din eserler tümüyle asasen çekilip buldu hem de. Hazır ahval hemenlere malum. Yani dinli zatlarımız hemisi ya türmelerde ya kamplarda. Ziyalilerimiz, alimlerimiz köpüncüsü şu ya türmeler taşlandı ya mesela hazır hemisi kamplarda. Tadqiqat işleri toxtab kaldı şu anda. Yani birisi bu milli medeniyet, Uygurlardaki milli medeniyette Xitoy Kompartiyasining Xitoy hakimiyetining yo'q qilish nishoniga aylanib ketdi. Shunga mushundaq bir ahvol ostida milli medeniyetni qo'dab qilish bizning uchun nihoyatda cho'ng bir milliy vazifa. Buning uchun shu Uyg'ur Do'ppi bayramini qutlashimiz lozim. Yani biz albatta şu milli medeniyet degan vaqtda birinchi bo'lib til, ikkinchisi şu din. Yani biz şu milli medeniyet
Muşu milli maddi medeniyet eserleri var. Mesela bu kiyim kechak medeniyeti, yemek içmek medeniyeti diyendek medeniyet, maddi medeniyet nimeleri var, amilleri. Muşulanı mı nahayet çın mümkün kadar kolunu kilişçe sağlak kalışka tırışımız lazım. Çünkü vatanda nahayet vayran kılınıp yattı nurgun neyse. Medeniyet kırgınçılığı yürgüzüldü ve nurgun neyse yokuluş alıp durup. Neşriyat mesela, neşriyat işlerimiz toplap gitti. Şuna ma chet eldeki erkin dünyada yaşavatkan, demokratik devletde yaşavatkan biz Uygurlarning üstündeki vazife nahayet ağır. Biz çokum bir şekilde şu al bilen en muhim bo'lgan tilni ve nevini dinimizni saqlab qolishimiz, shunda bizning milliy kimlikniki simboli bo'lgan shu duppini saqlab qolishimiz, shuning bilan birligina bizni Uyg'ur qilgan nurg'un madaniyat asarlari va shularni saqlab qolishimiz lozim. Bu yo'lda tirishishimiz lozim. Albatta Xitoydagi milliy madaniyatimizni yo'qotishdagi nishon nihoyat aniq. Milliy madaniyatni yo'qotsangiz, tilni yo'qotsangiz, u millat yo'qoladi degan gap. Dinni yo'qotsangiz, tilni yo'qotsangiz, yana bersam shu duppa milliy an'analarni yo'qotsangiz, bu madaniyat, millat qolmaydi degan gap. Shunga Uyg'urlar hozir Xitoy hokimiyatiniki eng nishonliq hujum nimasi endi. Şu til, din ve şu milli medeniyet. Bu biz bilimiz. Şuna biz muşundaq belki uşarlıq bilen, muşundaq bir milli an, siyasi an bilen hareket kılışımız lazım ve buna ait üzürür. Rahmet. Rahmet. Tahir efendim, siz Uyghur milli kimliğinin yo'qolishi, assimilyatsiyaning tezletilişi şuningdan başlandı Xitoyningki Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchiligi ve ahirda mush qirg'inchilik, mushlar o'rtasidagi munosabat, mushu assimilyasyondan qirg'inchilikchi bo'lgan mushu jarayonda Xitoyning nimalarni qilganligini bizga ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Oldu. Xitoy bu Uyghur milletininki güçlük, başka milletlerge o'xshamaydigan derecede güçlük özünü qo'g'dash ruhining borligini xili burunli his qilgan. Bu meseleninki eng tuguni. Xitoylar Uyg'urlarga bildirmasdan Xitoylar Uyg'urlarning o'zi haqida tekshirish ilib borgan. Bu tekshirishning natijasi savoli nima desa, bu Uyg'urlar o'zini Xitoy milleti, Xitoyning bir qismi hisoblamda yoqmu degan bir narsani iborat. Neticede Xitoyningki tadqiqotchilarningki yozgan bir qism maqolalarda ko'rsatilishicha 2009dan burunqilari bor, 2009dan keyingilari bor. Ikkisi o'xshamaydi bir-biriga. 2009dan keyingilari Uyg'urlarda ko'p qismi o'zini Uyg'urlar o'zi bildirmay turib Xitoy tadqiqotchilari shuni deb salgan gap. Men Jungoliq emas. Men Xitoy emas deganni ifoda qilgan. Xitoy bu tekshirish natijasi orqali Uyg'ur millati nima uchun o'zini Jungoliq deb qaramaydi? Nima uchun o'zini Xitoy deb qaramaydi? Demak, uning natijasi nima desa, Uyg'urlarning ichida bir ruh bor. Uyg'urlarda Xitoyga bo'ysunmaydigan, o'zining hamma bir xo'ja bo'ladigan, o'zining mustaqil bir ego bo'laman deydigan bir xil an bor ekan. Xitoylarni tajovuz qiladigan bir ruh bor ekan deb tekshirgan. Buning sababi nima desa, bu bo'lsa Uyg'urlardagi milliy madaniyat, milliylik, tarix, bir identity, kimlik qarashi. Uyg'urlardagi bir kimlik qarashi. Albatta bizning bu kimlik qarashimizda tariximizdan olgan tushunchalar, ziyolilarimiz yozgan Uyg'urlar qatorliq nurg'un yaxshi kitoblar, tarix kitoblar haqida, Uyg'onizning qator kitoblarga olgan mustaqillik ruhi va tarixi. Chunki tarixni bilgan vaqtda bir millat o'zining kimligini belgilaydi. Uyg'urlarning milliy madaniyati turmushimizdagi eng ushoq narsadan tortib eng katta narsalargacha bo'lgan madaniyat tushunchasi bu Xitoyning nazarida dushmanlik deb qaralgan. Undan keyin Uyg'urlardagi diniy e'tiqod Xitoy uchun Uyg'urlarni Xitoydan ayirib turadigan eng muhim narsalarning birisi deb qaragan. Undan keyin Uyg'ur tili Uyg'urlarningki Uyg'urish tafakkur qilishi, dunyoni Uyg'urning nazariyaviy nuqtai-nazaridan tushunishi, dunyoni, bo'lib Xitoyga bo'lgan pozitsiyada Uyg'urning milliy manfaat nuqtasidan chiqish qilishning hammasi
Xitoyga Uyg'ur tilininki rolni his qildigan. Endi mushlarniki hammasi Xitoyni mushu narsalarning hammasini bildirayotgan zoti kimlar deb o'ylab Uyg'ur ziyolilari mushu xil narsalarni barliq keltirgan Uyg'urlarniki yoshlariga, bolalariga, farzandlariga mush narsalarni bildirayotgan shaxslar ekan degan. Biz Uyg'ur ziyolilarniki rolini, vatandagi ziyolilarning rolini pek ko'zga ilib ketmadik. Doim sal qaradik. Hatto yo'q chiqardik. Amaliyotda televizor komiteti bo'lsin, Xitoyning Xinjiang universiteti, pedagogik universiteti bo'lsin, televiziya stansiyalarida bo'lsin, Xitoy hammasini muddatsizdan 20 yildan 10 yildan kesdi. Nima uchun? Nurg'un ziyolilarda Uyg'urlarniki milliy madaniyat saqlab qilish degan bir ang kuchli bor. Uyg'urlar Uyg'ur bo'lish kerak. Uyg'urlarda o'zininki berilgan haq-huquqini, o'zininki kimligi, madaniyat asosida saqlab qolgan degan bir ang bo'lish kerak degan bir uqum batni ular asarlarda yozgan. Buni Xitoy bildi. Shuning bilan Xitoy Uyg'urniki barliq madaniyat hodislariga, tiliga, diniga, e'tiqodiga hamma narsaga hujum qildi. Bo'libmi ziyolilik qilingan hujum, insonning o'ziga qilgan hujum eng konkret, eng yuqori pallasi deb qaraymiz. Masjidlarni chiqibsa, sog'il bo'lishi mumkin. Qur'onni ko'ydiribsa, chet eldan akagili bo'lishi mumkin. Ma'lum biz sog'an markazlarni vayron qilibsa, uni qaysilag'il bo'lishi mumkin. Ammo bir millatning, bir madaniyatning eng nopozliq qo'g'dug'uchilari, varislari, uni barpo qiluvchilari shuni vayron qilib o'ldiribsa, odamlarni kim qiladi uni? Kitoblarni ko'ydiribdi. Organlarni vayron qilyapti. Agar odamning o'zi saqlanib qolgan bo'lsa, u darslar bo'lmagan vaqtidami shu odamlar orqali uni barpo qilish mumkin. Chunki odamlarning vujudida bor, aqliy quvvatida bor. Chunki Xitoy eng oxirida Uyg'urning ziyolilarini tizimlab, ratlab, nuqtali holda madaniyat sohasidan, til sohasidan, san'at sohasidan har qaysi yurtlarga taqsim qilib, har birisini bir-birlab yo'qotdi. Bu jihatdan olgan chog'da Xitoyniki g'arzi ochiq-ochiq, aniq Uyg'ur millati Xitoy uchun eng zo'r tahdid. Xitoy shunday qaraydi. Uyg'ur millati Xitoy uchun tahdid. Anda bo'lsa Uyg'ur millatniki yadroliq narsa nima desa, Uyg'urlarning milliy kimligi. Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotish. Uyg'ur milliy kimligini kim qo'g'dayotdi? Uyg'ur ziyolilari, san'atkorlari, diniy ulamolari, baylarniki san'atkorlarimizga, dindorlarimizga iqtisodiyotning qo'llagan ahvollari bor. Xitoy buni Pokistondan qo'lga tushirdi. E'lon qildi hatto nurg'unlarni. Iqtisodiyotning qo'li, chunki bizniki baylarimiz azaldan ma'rifatparvar. Kitob nashr qilsa pul beradi. Faoliyat qilsa pul beradi, zakot beradi. Diniy ulamolarga pul beradi, qo'llaydi, masjid silishiga yordam qildi. Hammasi oshkora. Chunki u chaqlarda Xitoy cheklamagan vaqtlari. Unda bo'lgandan keyin natija nima bo'ldi desa, Uyg'urniki eng bir necha yil qo'yish orqali 2010-yildan keyin 2017-yili Xitoy toki bostirishni eng yuqori pallada ijro qilganga qadar g'oyat zo'r nisbiy erkinlik bo'ldi. Nisbiy erkinlik bo'ldi. Bu nisbiy erkinlik jarayonida Uyg'urlarning ichida o'ziniki millatchilik bo'lsin, vatanparvarlik bo'lsin, tarix sevgisi bo'lsin, Xitoylar bo'lgan raqobat bo'lsin, hammani oshkora ifodalaydi Uyg'urlar. Xalqaro cho'ng bozorninki bir yig'in zali bor. Bir kunlik yig'in o'rlashtirishi 5000 koy. 5000 Xitoyning puli 5000 koy oladi. 5000 koyga 500 nafar odamni Uyg'urni yig'ib faoliyat qiladi. Yana 10.000 koy haydasa 15.000 koyga muxbirlar keladi, tamoq keladi, san'at naqshchilar keladi. Agar bir odam 30.000 koy hajlab bersa desa, sufti g'oyat zo'r cho'ng bo'lgan bir faoliyat qildi. Mushu yig'in zali 2011-yildan 2017-yilga ayrilganga qadar bir kunmi bekor qilingan, ijara berilmagan vaqt yo'q. Har kuni Uyg'urning faoliyati bor. Nima faoliyat qiladi desa, mahsulot e'lon qilish yig'ini ochadi. Yangi e'lon qilingan kitoblarniki axborot e'lon qilish yig'ini ochadi. Ma'lum bir ziyoliniki asarlarni qutlaqlash muhokama yig'ini ochadi. Ma'lum bir korxonaniki qurilish murosimi ochadi. Har kuni bir faoliyat. U faoliyatda Uyg'ur degan so'z 30 qitimdan ortiq takrorlanadi. Riyosatchimi deydi Uyg'urda, chiqqan odammi deydi Uyg'urda. Har bir odam o'zi Uyg'ur deydi. Uning kiyimimi Uyg'ur. Bir-biriga sovg'a qiladi. Nima sovg'a qildi desa, Uyg'urning kiyimlarini sovg'a qildi, Uyg'urning o'stirxatlarini sovg'a qildi, Qutadoblikni sovg'a qildi, Mahmud Qashqariyning Turklar divonini sovg'a qildi, Uyg'urning narsasini sovg'a qildi. Bir odamning eng ulug' narsasi sovg'a qildigan Uyg'urga oid narsa sovg'a qildi.
men aşı yerden, benim işxanam şunun aldıdan 200 metre kilodu. Xalqaro cho'ng bozorniki qarshi tarafidagi tashqi savdo binosining 3-qavatida. Men shu yerdan 3 minut chiqaman ishxonamga, shu zalga. Her kuni faoliyat bor. Men birib aldığım sapını ornap koysa, vaktimiz yetse, birip katlaşıp oldurup birimiz, bu biz tordun görümüz, bu biz bağmayımız. Hem Uyghur ziyalılar aslında bop gitti. Çünkü bu nime ehmiyeti, biz içiyle verdik bu jığınlı dedi. Lakin bunun ehmiyeti ne oldu dese, bunun ehmiyeti Uygurların özara tonuşu, milli medeniyetin tonuşu, özara hemkarlışı, birbirini kollışı, küçüşü için gayet zor çoğun bir sahne hazırladı. Demek ki bu ne dese, bu Xitay aşı 4 yıl 5 yıl jarayonida sahnini g'oyat zo'r qo'yib turib, Uyg'urning ko'ringan ziyolilari, boylari, madaniyat sohasidagi hamma arboblarni xotirladi. Diniy ziyolilarimizni xotirladi. 2017-yil yig'ishtirib vaqtida shu biz tanigan hamma odamlarning hammasini nuqtali holda shularga nishonlab oldi, zarba berdi. Hatto axborot vositalarigami keng holda qo'yib o'tildi. Xotanning bir shirkati bor. Bir oddiy misol qilib beray. O şirket elektrik üskünleri satıdı. Xitay'daki en çok Cungu boyunca, Xitay boyunca en çok elektrik üskünleri şirketinin ismi Gomi. Hem de Xotan radyo stansiyasida, televizyon stansiyasida Uyghur şirketi Xitay'daki Gomi'ye karşı raqobat ilan qildi. O mundaqdaydi ilanda Uyg'urlar öz ilan qildi. Biz bu mazkur şirket Uyg'urlarning o'zining yerlik şirketi. Gomi bo'lsa Uyg'urlarning emas. O ichkiridan kelgan. Eğer siz bizni qo'llasangiz, o'zingizni qo'llagan bo'lasiz. Xotanni qo'llasangiz, o'zingizning yanchiqingizni qo'llaysiz. O'zingizning madaniyatini qo'llaysiz. Uyg'urni qo'llagan bo'lasiz. Bu Xotan televizion stansiyasida e'lon qilinayotgan gap. 2012-2013. Ya'ni Uyg'urlarga butkul mahsulot sotganlimi, hatto madaniyatni vosita turib sotgan. Mesela Uyg'ur tibobati qilin desa, Uyg'ur tibobatining madaniyatini saqlab qolaman desangiz, Uyg'urlarniki mahsulotni ishlating. Cumhuriyet işletme de devlirdi o çok. Endi. Uygur'un kimseyi satkan şirketler miras mötüver dese, Uygur'un enenisiga vekillik kıldıgan şirket biz deydi. Chet elnikini ammang demeydi o. Lekin Uygur'un milli kiyim kişmediği biz varaslıklığımız bizni ilan deydi. Demek Uygur'unki mesela 30 bin şirket var deyilgen, 30 bin şirket mi? Fakat bizde bakkan ziyaliler bilen bir hemkarlaştırıp emez. Belki hem misali hemkarlaştırıp hem saha Uyg'ur madaniyatchisi bo'lib ketgan. Uyg'ur millatchisi bo'lib ketgan. Shunga Xitoy aşı 7 yildagi erkin qo'yib o'tishni butunlay 2017-yilda qattiq bosdi. Bu savolga bo'lgan javobim Xitoy hamma sohaga, madaniyatga, ziyolilarga, korxonchilarimizga hammasiga o'rtaq hujum qildi. O'rtaq hujum qildi. İşkelinglarga ait yaxshi javoblarni berdinglar. Haqiqatan Xitoy assimilyatsiya qilolmay nait uzun yıllar tırışıp baktı. Sizler degen okşaş Uyghur medeniyetine ait çoğun bir medeniyet. Biz bunu ben her gittim deyme nait nurgunilik tarihi paketler var. Biz şu paketlerimi bu medeniyetine ait çoğun bir medeniyetçiligini asan özünü yokutup koymaydı kalığını bilimiz. Xitay muşun his kıldı. Asimilatsiyada başka milletlerge okşaş başka çoğun Xitay'ını merkezide paytaxtını merkezi kurgan Mongollar deyimiz, Mancular deyimiz, 200-300 yıldan Xitayını sorgan, şular yoqap ketdi. Ama Uyghur yoqamadı. Uyghur yoqamadı çünkü Uyghur'un nait özü xas o milletlerge okşamaydıgan medeniyet asası, medeniyetin ait güçlük, asasına ait güçlük. Şunun için Xitay asimilatsiyadan asta 40-yıllık ötdi. Ahir 40-yıllık qilib bütünlay yo'qotmasa bu Uyg'urni bu zeminden qo'g'lab chiqaramaydi ekan yoki bu zemin bütünlay mening bo'lmaydi degan bir niyat keldi. Bu niyatini yaxshi xulosalab berdingiz. Ondan keyin bu Xitoyninki siz degan o'xshash ba'zi helim fikrlarini aytdi chiq. Xitoyninki torni kangris sevitdi belikning cho'ngini tutish. Hamma gullar bas-basda echilish, hamma bulbullar bas-bas sayrash degan o'xshash shu. Mushundaq qilib qo'yib etdi. Siz degan o'sha men qo'shilaman o'sha gapingizga. Hatto balki 2000-yillarning 5-idan tortib bu planlar butunlay Uyg'urni qanday qilib yo'qotish haqidagi planlarni aytdi. Tuzilib bo'lgan ekan endi muzokaralar qildi.
Burunmu şundaq batdı, hamda o belki assimilasiyanı qandaq qılımız degenge oxşaş planlar, amma keyinki vaqtlarda bütünley bulan qandaq yoqdimiz degen planlar tüzülüp bopdike. Şunun bilan bütün hamma sahani qo'yib etdi. Hamma sahani so'ydi. Dinimizni hech qachon bakmagan derecede erkin, azadenim qilib, Qur'on kurslari echilib, shundaq qo'yib etdi. Medeniyet saharimizda acayip nurgun kitaplarını bastırdık. Bizning ziyolilarimiz nurgun tirishchanliklarni ko'rsatdi. Onun özümüzni qayta tonuşqtirishdik. Çünkü uzun yıllar özümüzün tariximizin, medeniyetimizin ayrılıp kaldık. Bununla bo'lgan bir açlık var bizde. Şunun için biz nihayetde bütün sahalarda tirishib biz kim? Bizniki ata-bobamiz kimler? Bizniki medeniyetimiz nima? Bizning dinimiz qandaq din? Muşular haqida izlanishga başladık. Ve ondan keyin 2014 yıldan başlap, ben 2014 deb o'ylayman, asta tutuşqa başladı ve 2017 yılı bütün ziyolilarimizni, bütün dini ulamalarimizni, bütün medeniyet sahasidagi insanlarımız, sanatçılarimizni hammasini tutup yok qildi. Çünkü bir milletninki beşi bek muhim. Baş olmasa bir gövde mevcut bo'lib turolmaydi. Muşu başlarını zaten asta biz Abdülhamid Uygur'unu bilimiz, Mehmet Ali Tevfik'ni bilimiz, Lütfullah Mutellib'ni bilimiz. Muşununga o'xshash sarkarlarimizni her 5 yılda bir, her 10 yılda bir meyli Gomindançı olsun, meyli Gongchandan olsun yoqtib geldi. Bu baş bek muhim. İnsanların kallasıga tefekkür uruklarını çeçiş bek muhim. Muşularning hammasini keyingi vaqtlarda düşman deb e'lon qilib ve hazırki vaziyette bütün Uygur'unu yok qilishga o'tdi. Endi nima qilmoqchi? Manqurtlarni manqurt deymiz bu. Cengiz Aytmatov'nunki sözü boyunca manqurtlarni yetiştirish. Bu manqurtlar hazır kichigidan tortib Xitoy maktablarida o'qiydi. Bizningki en qimmat bolalarimiz, bizning farzandlarimiz, bizning kelgusimizni shundaq manqurtlashtirib özü hizmet kıldıgan, özün tarixini bilmeydigan, özün medeniyetini bilmeydigan bir belki 10-20 yıllar yana muşundaq davam qilsa qandaq Uygurlar oturğu çıkıdı. Bunu tasavvur qilish naytimi tez. Muşundaq bir manqurt Uygurlarni yetiştirmekçi bo'latıdı. Umun ayeti, napusumuzun ayeti azlap ketatıdı hazır. Hamda bütünley qirg'inchilikka o'tdi. Endi medeniyetimiz muşundaq xirqqa duch kelatıdı. Hem vatanda shundaq bo'ldi. Endi biz sirtda yashayapmiz. Muşu sirtda yashayotgan Uygurlar duch kelayotgan xirslar, medeniyet jihatdagi xirslar nima? Bu yerda endi bizningki yo'qolib ketishimiz, har birimiz ayrim davlatlarga tarqalib ketdik. Nayt az grup. Muşu bizningki endi yo'qolib ketishimiz texmi tez endi. Vatanda bizning yiltizimiz bor. Biz endi yiltizimizin ayrılgan vaqtida yo'qolib ketish texmi tezleşiyordu deb o'ylayman. Bunun için yo'qolmaslik için biz hammamiz tirishchanlik qilyapmiz, tirishchanlik ko'rsatyapmiz ve tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Eğer bizning her birimiz eğer şu kuchlik Uyg'ur biz Uyg'ur uchun xizmat qilamiz. Bu katta. Ama şu do'ppi bayramiga o'xshash alayda kunlarning medeniyetning qo'g'dab kelinishidagi roli qandaq? Her ish kelinglar so'rayman. Muşu do'ppi bayramiga o'xshash mushundaq kunlarni bizning No'ruz bayramlarimizni, bizning Ramazan bayramı bir haftadan keyin aldığımızı kelayotidu. Qurban hayitlarimizni, Ramazan hayitlarimizni, bizning mush milliy mush do'ppi bayramiga o'xshash kunlarimizni elib berishimiz, medeniyetimizni qo'g'dab kelishlikda qanchalik rol o'ynaydi? Alimjon ma'lum, sizdan boshlaying. Rahmat. Yani bu do'ppi bayramını biz tebriklayapmiz. Yıllardan beri Uygur Akademisi buluştuğumuz bilen ötküzüyapmiz bu faaliyetlerini. Bu faaliyet intayin muhim. Nima uchun deyapta bu do'ppi bayramı cemiyette bütün dikkatlerini bu milli medeniyetke buraydı. Bu nayet enik. İkincisi bu bayram şu arkalık qarindoshlar şu özleriniki Uygur ekanligini cho'nqur his qilalaydı. Yani birisi milli enge, yani Uygurlardaki milli enge, milli hissiyatı, milli ruhu urguydu, küçüğüydü. Yani birisi bu cemiyet ezalar ortasındaki birlik ve ömlük nihayette küçüğü pardandı. Şuna bu bayramdaki nemesine ait çoğun, ehemmiyeti çoğun. Yani bir cihetle edip etkanda
bu Duppa Xitay hakimiyetindeki bir nişanı, yok nişanının biri. Aynı vakti yana biz Uygurlar'daki mi, Xitay işgalci Xitay hakimiyetine karşı bir kuralımız. Nait güçlü bir kuralımız, milli kuralımız. Şuna bu özetin mu oynanış lazım. Dupundaki ehemmiyetini bilişimiz lazım, düşünüşümüz lazım. Onundaki milli bayram, Dupu bayramının mu şu noktadan ehemmiyetini çoğunkur eski vaxtda bununki her yıl bu bayram kutlaşındaki tebrikleşindeki ehemmiyetini nait çoğunkur eski bulunuz. Elbette hazır her dünyanın her qaysı yerlerinde yaşavatımız Uygurlar tarkak yaşavatıdı bir yerde emas hem de. Şuna bu Uygur medeniyeti, müçetellik Uygur medeniyeti mi? Yani her xil kırskı duş kelyaptydy. Şu yaşavatkan döwletlerindeki medeniyetindeki täsirge uçuravatymız. Tilimiz täsirge uçurawatydy. Bizniki şu yaş turmuş adetlerimiz mi? Naiti çoğun bir täsirge uçurawatydy. Şuna bunu kanday kılmız diye vaqtda mümkün bar. Şu Uygurlar çokum bir yerde yaşaşka tiriş lazım. Birlik birbirine yakın mümkün olsa bir rayonda yaşaş lazım. Tarkaklaşkan seri bu küçümüz tarkılıp acizleşip gitdiğimiz. Ama medeniyetimiz mi asasen eğer muşunda tarkak yaşayabilsek, eğer o milli engimiz mi eğer zayıflaşıp gelse 20-30 yıldakin nait eğer kırskı kelmesi. Şuna meniki köz karşım şu Uygurlar mümkün kadar birbirine yakın yaş lazım. İstanbul'da karındaşlarımız mesela Şarkı Türkistan mahallesi kuruşunu planlavatıdı. Bu nait muhim bu maciyetin. Şuna muşunda bir yerde yaşaşındaki yollarını, imkanlarını tepip çıkmasak, tarkak yaşap kalsak bu 20-30 yıldakin özümüzü saklap kalamayız. Bulup şu yaş ösmerlerimiz texmi eğer kırskı duş keldi. Şuna bu iş nait muhim. Bununki aldın eliş için elbette ziyalilerimiz bir yer gelip muzakir kılıp şundaki çare tedbirlerini oturup koyuşu lazım da qarayman. Rahmet. Allah Tahir efendim Allah'a rahmet etme. Şuna ait muhim bir vakani, medeniyet vakasını oturup çıkarıptı. Ben buna ait tesirlendim. Allah razı olsun. Rahmet. Tahir efendim. Köp rahmet. Ben aldı bilen Uygur Akademisi'ne köp rahmet etmem. Uygur Akademisi biz vatanlık vaxtımızda kurulğanlıqını anlap nurgun ziyali yaşlar bir yakılıp biz bak hoş bolğan. Uygur degan namni işletip durup bir organ qurilibdi deb. Bizni en hoş qilgan narsa vatanda. Biz Uygur degan narsani ishlatamidik vatanda. Biz pek tirishdik. Pulni topdik. Yüzümü tapdık, midyagım çıktık, neymiş qilsak qilaladik. Neymiga istaklaydik, lekin Uygur degan ismni ishlatib turib bir narsa qilayli deb şu Uygur ilmini berib quralibdik. Uygur Dup bayramini bir nima bo'lganligini madaniyat asosini qildik, lekin bir organ qurayli deb mesela Uygur Medeniyet Merkezi bilen Uygur Medeniyet Jurnal qilamiz pek çık pul g'ajab ketdik qilmadik. Uygur Akademisini anglab biz şu vaqtida bayram qilsak bo'ladi, baxo'sh bo'lgan. Ammo chiqqandan keyin izchil ko'ryapman Uygur Akademisi Uygur milliy madaniyati uchun muhim ish qilyapti. Shu Maqrat xonimninki riyosatchilik qilayotgan shu akademiyat suhbatlarida nurg'un xalqninki diqqatini ochadigan tarixqa, o'zlikka, kimlikka, realligimizga eng ilmiy sog'lom bo'lgan narsa qildi. Bu intayin muhim deb o'ylayman, zo'r deb o'ylayman. Agar mukofotim bo'lgan bo'lsa, Uygur Akademisiga bergan bo'lardim o'sha jihatni albatta. Ağırlık olduk mükaffatını. Köp rahmet. Buğdayınızı aldık. Endi Uygur medeniyetindeki chet eldeki krizisi düşkiga olib desak, men haqiqatan Alimjon malaman fikriga qo'shilaman. Oldi bilan bu sistemli holda bir plan bo'lishi kerak Uygur medeniyeti qandoq xristianlikka duch keldi, uni qandoq qo'llash kerak deganga bir sistemli bir loyiha bo'lishi kerak bizda. Bu loyiha bo'lmasa bu sistemni qo'llash faoliyati ifoda bo'lmaydi. Ya'ni yozilib maqolada faoliyatlarni o'rlashtiradi. Men bu Uygur medeniyeti qandoq xristianlikka duch keldi, qandoq qo'llaymiz degan men qatnashdim, Amerikada qatnashdim. Amerikaliklar o'tkazib berdi bizga. Yahudilar o'tkazib beryapti. Uyg'urlar medeniyetini qandoq qo'llasak bo'ladi. Hatta Yahudilarning o'zimi Uyg'urlar uchun medeniyet markazlari qurmoqchi. Men bildiganlarimning ichida. Ammo bu endi keng doiralik bir ish bo'lib turadi. Ammo chunki bu ish
Amerikada qurilgan bo'lsa bir madaniyat markazi, u amerikalik Uyg'urlarga xizmat qiladi. Turkiyada qurilgan bo'lsa, Turkiyaga Uyg'urlar xizmat qiladi. Demak, bu nimaga bog'liq desa, har bir Uyg'urning o'ziga bog'liq bir ish. Har bir Uyg'urning bir oilaga mas'ul bo'lgan bir ish. Agar bir markazni qurib qo'yib, u yerga yana bormasa, bir bizningki rasmlarimizni muzeyxondek tizib qo'yib, ya'ni u yerga ishlatmasak, uni bormasa, yana qiymati bo'lmaydi. Shu Uyg'ur milliy madaniyati degan chaqda bu Uyg'ur milliy madaniyati bir abstrakt narsa emas. Xitoylar ko'pincha narsalarni real dunyo bilan bog'lab oladi. O'zininki yigil oldigan, kaygil oldigan, ishqi bo'lgan narsaga aralashtiradi. Bizning Uyg'ur xalqi aqlli bo'lgan bo'lg'achqa, bizning ota-bobolarimiz biz uchun qimmat bo'lgan narsalar bizdan ayrilgan, yiroq olib qolmay qolmasin deb, hamma narsalarimizni, qimmat qarashlarimizni shu real madaniyatimiz bilan bizni ayrilmaydigan narsalarni birlashtirib o'tgan. Eng oddiysi biz tabriklayotgan bugungi do'ppa. Do'ppa do'ppining o'zining kaygili bo'ladi. Bizni masxara qilmaydi, so'yindi, ajablanadi. Men ko'pincha kelib boraman bir yerda. Men Isroilda o'qiyotgan vaqtimda do'ppi kelib mansam, kam bo'lganda 50 odam meni to'xtatib, bir kunda 50 odam ishimni qilib qo'ymay yo'lda to'xtatib meni imzo qo'yg'izib, rasmga tushib, Uyg'urlarga anglab ketgan. Xalq qiziqdi bizga. Endi bizning ota-bobolarimiz bizning har bir narsalarimizni boshqalar so'ydigan, yoqtiradigan qilib loyiha o'tdi. Mesela bizning muqomlarimizni tushunmaydi chetliklar. Ammo undagi bir xil hasrat tuyg'ulari, odamni masxush qildigan klassik, tarixiy, sirliq bir tuyg'ularni muzikani tushunadigan odamni anglagan bo'lsa, mas bo'ladi. Men muqomni anglayman ko'pincha. Uyda kam bo'lganda haftada 2 soat muqom anglayman. Chunki muqom odamning ruhini tinchlantiradi, kayfiyatini o'ngshaydi. Bir odamni o'zini yolg'iz his qilg'izmaydi. Bir turkum jamoat bilan, bir turkum qavm bilan, o'zining bir necha asr burun yashagan odamlar bilan birlashtirdi Uyg'urning muqomlari. Uyg'urning tamoqini yesam, nima his qilaman desa, Uyg'urning tamoqini yesam, o'zimning yurtim bilan, o'zimning oilamni eslab qolaman. Uni yegan tuyg'u bizga u narsalar aslida ishlab chiqarilgan xalqniki bir tarixini, jug'rafiyalik muhitini eslatadi. Chunki u bir real materialistik bir narsa. U narsa san'atga o'xshamaydi. Mujahid og'anchada men o'ylayman, bizniki har bir narsamizda bir xil o'zlik, xoslik, san'at bu narsa bor. Buni biz avval o'zimiz bilishimiz, qadrlashimiz kerak. Boshqa madaniyatga emas. Hozir Amerikalarga kirib, Xitoylar Uyg'urlarni qirib boradi. Uyg'ur madaniyatini yo'qotib boradi. Desa, sen Amerikada yashayotsa, Turkiyada yashayotsa, sen o'zing qo'lmaydi ekansan, o'zing madaniyat qari yo'q ekan o'siningki, deb bizga savol qo'ydi. Bu nuqtada og'anchada Uyg'ur milliy madaniyati bizga faqat bizni biz qilib qolmay, bizni kuchli qiladi. Bizni biz qiladigan narsa xalqni bizni farqli qilishi mumkin. Ammo kuchli qiladi. Ya'ni boshqalar qaragan chaqda bizga qimmat beradi, aql beradi, xos qiladi. Do'ppini kiygandan keyin kishilardan savol so'rab boqdim. Ko'pchilik do'ppini kiygan vaqtida qanday his qilgan desa o'zini. Do'ppi kiygandan o'zini muloyim, kichik bel, bir xil bag'ri yumshoq his qildi ekan. Bu bizning da qimmat qarashimizning bir qismi. Bizning ota-bobolarimiz aslida oq ko'ngil, boshqalarga samimiy muomala qiladigan bir xil samimiy, durust bir odamlar. Do'ppini kiygandan keyin his qildikmi, demak, bizning qimmat qarashni biz yetkazib beribdi degan gap. Shu men deyman, Uyg'ur milliy madaniyatini qo'llashda albatta institutlar qurilishi muhim, organ qurilishi muhim. Ammo eng muhimi har bir Uyg'ur men Uyg'urni qodab qolaman, men Uyg'urni terildiraman, men Uyg'urni barpo qilaman, men Uyg'urni qurman deydi ekan, cho'qimki o'ziniki eng oddiy ishdan boshlash kerak. Real turmush boshlash kerak. Uyiga Yusuf Sajidning Mahmud Qashqarniki yaxshi aqliyat so'zlarini esib qo'yish bilan bu bir odam aslab turadigan intan klassik bugungi dunyodagi eng ulug'vor mutafakkirlar degan gapni bizning ota-bobolarimiz 1000 yil burun demakkan. Ash gaplarni esib qo'ysa bo'ladi. Qanday odam rahbar bo'la oladi? Qanday odam olim bo'ladi? Bilimning qiymati nima? Kishilarni qanday kuzatamiz? Har kuni aslab turadigan gaplar. O'zini qanday hayotni qanday yashaymiz? Turmushni qanday o'zg'irimiz deb ota-bobolarimiz 1000 yil burun demakkan. Uyimizga go'zal, bizning vatanimizniki tarixiy arx ko'rinishlari aks ettirilgan manzaralarni esib qo'ysak, uni biz yashirib olgan bir madaniyatning bir qismi. Har bir Uyg'ur kam bo'lganda menimcha Uyg'ur kitoblarini saqlash kerak uyisiga. Bir oila kitobxonasi bo'lishi kerak, onun uchun Uyg'ur kitoblar bo'lishi kerak. Uyg'ur kitoblar bizning tariximizga, Uyg'urlarga, san'atimizga, madaniyatimizga oid bo'lishi kerak. Har bir Uyg'urning uyida menimcha kam bo'lganda birdan soz bo'lishi kerak. Oilamizda bir odam bir tal sozni chala olishi kerak. Uyg'urcha naqshni ayta olishi kerak. Har bir Uyg'ur yigiti bir aqtim usul o'ynay olishi kerak. Bir so'rin kelib qolsa, hijrlab, tatinib, nima qilishni bilmay emas, dastus, qo'llarini cho'giltib,
Bellerini tolga taza. Kas desep oynarış gerek. Aşında bağı vakta bir adam ruh oludu, güç buludu. Hem adamdaki mulayim buluruşun acıtı yok. Uygurluğun ruhniki en mühim kısmı cesaret. Cesaret nereden kildi dese bir adamın tatılmaz kıdın kırdı, özünü kokma ifadeleşini kırdı. Bugün günde ben ulu vardım, ben büyüktüm yakan köpürtümüzün hemmisini mesela özümüzdeki en yadrolu kıymet karıştırımız, senetimizdeki ifadesi boğan, aşında medeniyet amirlerimizin ayrılıp kalgan, ifade meydan bulup kalgan. Ben usul oynap verdim bir sorunda. Ve katta, mandak çıkan bolsak, eminim mendin yukarı adamlar. O körep, benim usul oynayalışımı işlemeydik ettim. Ben mulayim, ziyalistler boğan iken, onu ben usul oynayıp oynamaptım. Ben usul oynayan iken, onu şunda bana ergişip, doğru sıkılıp, hoşup gitti olar. Mesela Amerika'da bakan gel. Yani böyle insan hakları, mümbirde bir kurgandık bir yani, 50'de elem başlıklar. Rohingyalıklar, Keşmirlikler, Uygurlar emisi yıkıldığın biri. Şu an oynayıp hoşup gitti emisi. Bu nimekçi dese, eğer biz tatınıp özümüzü ifadelemişsek, hak tatınmay özünü ifadeleydi, biz hak ergişimiz. Eğer biz tatınmay özümüzü ifadelesek, hak bizge ergişidir. Biz hakını özümüzge ergeştireleyimiz, hakını özgerteleyimiz. Buna bağın çağda özümüzü saklap kalımız, başkalımı bizge ergişip, bizni iman köpeytimiz. Köpeytimiz azaydı. O asılması yerde hak kılmaydı, biz kılmayız hakını. Çünkü bizim medeniyetimiz aşağıda büyük bir medeniyet. Amerika kurulu ara işgüzül oldu. Amerika kurulu işgüzül oldu. Bu haktan ben 4 yıl yaşadım bir yerde. Yediğanımızda mı tayin yok? Nakşısının mı tayin yok? Sentinin mi tayin yok? Lakin kanunun tayini var. Dervaka en mühim nesine kanunun tayini var. Devletin kanunu, kapitalının tayini var. Dervaka biz izildik. Ama bizim izilgelikimiz bizim medeniyetimizin meselesi emez. Xitay dünyanın düşmanı o güçlük. Eğer bizdeki millet Uygur bombayı başına kapılan bolsa Allah açan tükülüp veyran boğan buladı. Bizi saklap kalan nersimiz özümüzün güçümüz. Demekçi boğunum Amerikalı kılığı okşaş, Garip dünyası okşaş özünün en küçük davatkallığı mı? Biz öz medeniyetimizi deyiş arkalı uluğa aslında millet büyük bir medeniyet kenti o. Tarihi ba, sanatı ba, acayip özgü bir halk kenti. Şunu Xitay bunu bastırıptı. Xitay'daki medeniyet intayı naçardı. Mahalatki millet medeniyet Xitay mecburlaptı diye anga keltirasek biz galiba kılgan bolumuz. Eğer biz medeniyetimizin güzel kısmını göstermeye kalsa, onu kayıklamısak biz mağlup boğan bolumuz. Şuna Uygur milli medeniyeti Uygur'un milli mevcudluğu için hizmet buldu. Uygur'un milli medeniyeti Uygur'un kırgınçılıkını teximi yukarı perde tontuş için hizmet kıldı. Uygur'un milli medeniyeti Uygur'un kelgüsü devletini kurtuluş için hizmet kıldı. Şuna biz Uygur milli medeniyetini söyüşümüz, kadirleşimiz gerek. Bugün nurgun teşkilatlar, Uygur teşkilatları, rehberlerimiz, dünyadaki Uygur boğan, Uygur bombağanlar, chet ellikler, hatta Fox haber televiziyasındaki tanlık siyasetçilerden tatı, Türkiye'ninki Kilecek Partisi'nin rehberlerden tatı, Amerika'daki nurgun tanlık tetbikatçılardan tatı, hemisi Uygur milli medeniyetini tebriklepti. Kazakistan'daki Uygurlar'ı gayet zor tebriklepti, alkışlaydık ya. Avrupa'daki Uygur meselesi. Bu nemin direkt bir dese demek Uygurlar'a bir partlaş noktası lazım. Biz bu prosedini aslında çim tutuşumuz gerek. Bu bir prosedini teximi teşvikatını kılıp, resimlerini lahilep, videolarını işlep, güzel nersimizi gösterip, aslında her bir Uygur, her bir sosyal medyaya Uygurlar'a ait en güzel nersini tartış gerek. Hemen millet bakımız, uççu, bu nerede dolu bu güzel nersler? Bugün acaba 5. günüsü öz kişi nersine hedef getir bu dünyaya, bu neymişti bu da? Karsa Uygur. Aslında Kırgınlık'ta güzel milletinin, Kırgınlık'ta Uygur diyen milletinin değerlam emez, güzel medinde bakiyen deyiş gerek. Aslında Uygur'un kimliki azaplık diyen bir kimlikimiz var. Ama bizim onunla medeniyet ve azapını koysak yüksek bir kimlik olur da söyleyemem. Nadim doğru dediniz. Benim oylağalırım nime dediniz hakikaten. Ben program başlayan vaxtıda bugün Halkaralık Uygur Dopu Bayramı dep başladım. Çünkü ben şunu es kaldım bugün. Nergili karsak bütün aşı Türkiye'deki çoğun partiyelerinki başkanları, onun için bütün dünyadaki meyli İngiliz olsun, meyli Yahudi olsun, başka milletten şu Dopu Bayramı'nı şunda tebriklep gitti. Naiti çoğun bir kızgınlık oldu. Şunun için bu halkaralık gitti dep oyladım ben. Şunun için Halkaralık Uygur Dopu Bayramı dep başladım. Naiti doğru değilsiniz. Biz özümüzge bağlıq, özümüzge bağlıq.
Bizning beşimizga kelgan bu kun aytimi eg'ir, ammo o'zimizni saqlab kelishimiz, davomlashtirishimiz yanada bizga bog'liq. Chunki ba'zi bir misollar bor, masalan, yo'qolib ketgan, tilini yo'qotib qo'ygan yahudiylar, o'zining davlatini yo'qotib qo'ygan yahudiylar keyingi vaqtlarda yana bir yerga kelib bu davlatni qurdi. Bizning tilimiz texi yo'q bo'lgani yo'q. Biz mana shunday chiroyli o'zimizning Uyg'ur tilimiz bilan paranglashib o'tiryapmiz. Bizning vatanimiz yo'q bo'lgani yo'q. Yana bizning vatanimiz bor shu yerda. Faqat dushmanni qo'g'lab chiqara olsaqlar, u vatan yana bizning bo'ldi. Butunlay bizga bog'liq. Agar biz bu yerda biz Uyg'ur bo'lamay boshqa millat bo'lib ketib qolsak, bu yerda Xitoy bo'lmaymiz deb tirishdik. Endi bu yerda boshqa millat bo'lib ketib qolsak, onun endi amal yo'q-da. Onun amal yo'q. Bu yerda biz singib yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun Uyg'ur bo'lishga bizmi tirishimiz. Men nimalarni qilishimiz kerak degan savolni so'ramoqchidim. Sizga ikkininglar javob beryaptinglar. Bu savolni birlashtirib javob berdinglar. Nəhayət konkret narsalardan, haqiqatan Uyg'ur bo'lishning bir belgisi, uyimizdan boshlab, o'zimizdan boshlab shu belgilarni atrofimizga esib, o'zimizning hissiyotimizni, Uyg'ur ekanligimizni unutmasak, bu nəhayət muhim bir narsa. Chunki tafakkur bek muhimchu bir millatda. Til, tafakkur til bilan bo'ldi. Bu atrofimizdagi aşı narsa bizni Uyg'ur ekanligimizni unuttirmaydigan, bizni davomli shu Uyg'urni o'ylaydigan holatga ekiladi. Bu shunday programlar, Do'ppi bayraminingki tabriklanishi, Navro'z bayramining tabriklanishi, boshqa milliy bayramlarimizning, hayitlarimizningki tabriklanishi, undan keyin bir yerga kelishimiz, bir yerga kelib shunday faoliyatlarni uyushtirishimiz, siz degan o'sha shu usul o'ynay oladigan sorunlarni qura olishimiz kerak. Qura olishimiz kerak. Mo'nib o'tgandan keyin hech kimga foydasi bo'lmaydi. O'tganda men degandim, bir odamning ro'yi tushsa etimi yugurmaydi deydigan bir ata so'zimiz bor bizningki. Ruhimiz tushib ketsa, zaten dushmanning bizning kutadigan shu, arzu qildigani shu. Agar ruhimiz tushib ketsa, biz o'zimiz yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun ruhimizni tushamasligimiz kerak va bizni hayotda bog'lab turadigan, bizni Uyg'urga bog'lab turadigan, bizni Uyg'ur qilib Uyg'ur ekanligimizni eslatib turadigan mushundaq sorunlar, mushundaq bayramlar nəhayət muhim. Bularni qadrlashimiz kerak va butun kuchimiz bilan ovoz qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Oxirgi so'zlaringlarni alayamsa. Vaqtni bir yerga berib qoldi. Men bütün qarindoshlarimizniki Do'ppi bayramini tabriklayman. Bu bayramga ega chiqishimiz lozim, davomlashtirishimiz lozim. Bu bizning milliy kimligimiz, ayni vaqtda bizning bir bayrog'imiz deb qarasak bo'ldi. Biz bayrog'imizni beshimizni to'shadigan bir millat. Shunga bu bayroqni tushunmasligimiz lozim. Bu mesela o'zbeklarda do'ppini yerga tushirish yomon nihoyatda ayiblanadigan bir ishga. Shunga do'ppisi yerga tushib ketsa, u nihoyat ayiblaydi ekan jamiyatda. Shunga biz bu do'ppimizni tushunmasligimiz lozim deb o'ylayman. Chunki bu bayroq bir millatniki, bir namusu, bir ruhi, o milletdeki medeniyete singen bir medeniyet eseri. Şuna bu onunla sahip çıkışımız lazım. Bayrak da bilişimiz lazım dep qarayman. Şuna bu bayrağını kötürüp turuşumuz lazım. Katli düşemesimiz lazım. Ben yine bu şu münasebet bilen Tahir Efendi'nin de kızını tebrikleymen. Nəhayət muhim bir yaxşı iş qıptı. Bu tarihi bir vaka. Bunundakin her yıl bu Do'ppi bayramını tebrikleşke biz tirişimiz, akademiye buluştuğumuz bilen bunu başka teşkilatlarımızı kutlaşı lazım. Ben bu münasebet bilen bütün şu teşkilat rehberlerine, teşkilatlara şu her yıl şu bayramını, Do'ppi bayramını tebrikleşini bir şu doğruluk faaliyet elip verişini tavsiye kılman ve arzu kılman. Köp rahmet. Rahmet. Köp rahmet. Men dünya qasidagi barliq aziz qarindoshlarimizningki Uyg'ur bo'lib yashashini, o'zining Uyg'urligidan faxrlanishini, Uyg'urning Allohning eng go'zal ijodiyatlaridan birisi ekanligiga ishonishini va buningdan keyin Uyg'urning cho'qim g'alaba qozonganligiga, Uyg'ur milliy madaniyatining eng yuksak darajada gullanganligiga, kunlarning birida bizning mushu kunlarimizga shohid bo'lgan insonlarning yana bizningki avlodlarimizning gullangan, kuchlangan bir davrga shohid bo'lganligiga ishonishga da'vat qilaman. Oxirida mushu go'zal suhbatni uyushtirgan Uyg'ur akademiyasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mahmurat Kamalxonning ajrlari uzilmasin, Alimjon Inoyat efendimning ajrlari uzilmasin, Abdumat Qarxonning ajrlari uzilmasin. Uyg'urlar mushundaq suhbatga, tanishtirishga, tushuntirishga muhtoj. Bugungi kunda turli shaklda
Uyg'urlikni, Uyg'ur millatini yo'qotish usullari, tashviqotlari, har xil shakllar avjilyapti. Xitoyningki shakllari faqat Xitoy ishida emas, Xitoyning sirtidan bo'lyapti. Biz bundan ehtiyot qilishimiz kerak. Biz shuni ishonishimiz kerakki, Uyg'urni eng vujudidan yaxshi ko'radigan, qo'g'daydigan, butun vujudi birishni xalqam xalq yana Uyg'ur. Bizning vatandagi ota bobolarimiz uchun yurki eng pushundigan xalq yana biz Uyg'ur. Bizning tariximizdan eng so'yinadigan xalq yana biz Uyg'ur. Bugungi Uyg'urning madaniyatidan, san'atidan eng so'yinadigan xalq yana biz Uyg'ur. Shu nuqtadan olgan chog'da biz o'zimizning bu go'zal kimligimizdan faxrlanishimiz kerak, uni qo'g'dishimiz kerak. Ko'pchilik rahmat. Ko'p rahmat, ko'p rahmat. Nəhayət yaxşı xulasladınız. Bir millatning o'zini saqlab qilish uchun Alimjon Ma'lim, Tahir Efendim degan o'xshash madaniyatni barpo qilgan moddiy va ma'naviy har bir omilning saqlab qilingan bo'lishi kerak. Bu yerda ma'naviy omil deganimiz dil, din, tarix, adabiyot, san'at, dunyo qarashi, falsafa, har xil urf-odatda moddiy omillar deganimiz kiyim-kechak, yemek-ichmak, uy, makon, bulardagi o'zgachiliklarni ma'lum darajada saqlab qolgan bo'lishi kerak. Shu chog'da u o'ziga xos bir millat bo'lish sifati bilan yaşayalaydı. Bu omillarning hammasi bir-biridan muhim, hech birisi sal qarag'ili bo'lmaydi. Mabek muhim, buni ching tutma, ma ancha muhim emas, buni tashlab etsam bo'ldi delamaymiz. Bunda darajalarga ayirib muomala qilg'ili bo'lmaydi. Madaniyat nazariyasida bularning hammasi tekshir taraq qilgan va tang darajada ahamiyat berilgan bo'lishi kerak. Bugun biz Uyg'urlarning bo'lib sirtqi dunyoga o'zini ifodalashda bir belgisi hali kelib qolgan söyümlük toplumumuz. Haqida ve bu toplumumuz bilan munosabatlik bayram haqida to'xtalib o'tdik. Haqiqatan Tahir Efendimning qilganlarini tarix unutmaydi, Uyg'urlar unutmaydi. Bugun bu jarayonlarning hammasidan ma'lumotli bo'ldik. Men rahmat aytaman, Uyg'ur Akademiyasi nomidan rahmat aytaman. Qadrli mehmonlarim, bu madaniyat ve kimlik temasini sistemli atrofli yoritib berdinglar. Sizlarga ko'p rahmat aytaman. Programning qarindoshlarga manfaatli bo'lgan bo'lishini tilayman. Ekran oldidagi siz ko'rganlarimga ko'p rahmat aytaman. Yana bir akademiya suhbatida ko'rishguncha o'zingizlarga diqqat qilinglar. Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoyimga omonat. Xo'sh, xayr xo'sh.